stolovga kirganman. Avjiga chiqib yotibdi. Stolovda ovqatlanib o'tirdim. Shunday keldi-da, sanmisan Laziz sap olib kirgan, padaringlarni deb chiqib ketdi. Hozir men birdaniga aytaman, raqamlashtirishsiz o'zi ishlab bo'ladimi yo'qmi degan savolga balkim avval mumkin edi. Hozir aniq yo'q. Bo'lmasa nima keragi bor? Sapni qo'yishdi. Agarda men uni olib xohlaganimda o'zgartirsam. Har bitta jarayondan o'tganda hech kim qo'ldan kiritmaydi. Mana bu shtrix kodni otib o'tkazib yuboradi. Skaner bilan. Tadbirkor aytadi-da, "Men qayerdan bilay keyingi yil nima bo'ladi? Alloh biladi-ku bu qanaqa bo'lishi." Har bitta majlislarimizda biz sun'iy intellekt rivojlanishiga qanday ko'nikamiz, nima yangiliklar qilamiz deb albatta shu haqida gapirib o'tamiz. Amerikada hayotda svet o'chmagan joyda bu katta xavf bo'lib o'tyapti. O'zbekistonda Toshkentda har kuni 3 soatga svet o'chadi-ku. Qanaqa sun'iy intellekt? Bazaviy tushunchalarga ega bo'lish kerak deb o'ylayman. Masalan, o'sha pul oqimi nima, balans nima? Ular yopilib, kreditlarni bera olmasdan bankrot bo'ldi, biriktalar qochib ketdi. Mana shu 3 ta отчет, shu 3 ta bizning hisobotimiz ustida любой biznes quriladi. Kompaniyaning madaniyati bunga to'g'ri kelish kerak-ku. Ya'ni hammasi yerga sotib olib qila olmaydi. Odamlar CRM'da qila olmayapti-ku yarmi. Gazdan qilingan granula mana shu katta ekstruderlarga zapravka qilinadi. Undan keyin mayda iplar chiqariladi. Raqamlashtirish deganda mana buxgalterimda adres bor. Menda Telegram bot bor. Telefon qilsam hamma menga raqamlarni xodimlarim olib keladi. Hamma O'zbekiston kompaniyalarida 5 ta qozoni bor. Bitta qozondan ikkinchisiga tashlanadi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun mana podkast yozishga niyat qildik. Lazzat Hamov kim deganda raqamlashtirish bo'yicha mutaxassis deb o'zimni bilaman. Aytishlik deganda. O'shaning uchun bu raqamlashtirish nimaga kerak deganda biz jaydari bir o'zbekona biznesga qilib bu $2 $10 bo'ladimi? Nima kerak deganda real bitta keysni egasi Muzaffar aka Hamdamov. Biz bugun Samanteb Gilam SAK degan holdingdamiz. Bu holdingda men ilk bor bo'lganimda mana shu bino ham yo'q edi. 20 ga ham kirmagan oddiy gilam chiqaradigan zavod edi. Mana hozir biz lavhalarda ko'rsatamiz. Dunyoning 3-o'rinda turadigan 25 million kvadrat gilam chiqarasizlar. 18 million to'qilgan gilam, 9 million o'zimiz eskicha aytilganda palas. Mana shu yerda biza korxona egasi Kamol aka bilan shu transformatsiyani boshladik. Transformatsiya odamning o'zida bo'ldi, keyin korxonada va bu yerda ERP raqamlashtirish tizimiga Muzaffar aka taklif qilingan edi. Siz bu yerda PM va moliyachi sifatida kelgansiz. Necha yil oldin? 2016-yilda kelganman. 9 yil bo'libdi mana. O'zi undan oldin 5 yil Uzbatda ishlaganman, xalqaro kompaniyasida. Va birinchi moliyachi bo'lib kelganman aslida. Ko'rib, keyin endi jarayonlar bilan tanishish vaqtida juda qiynalganman. Nima uchun? Misol uchun tannarxda chiqarishdami yoki bir rejalashtirishdami? Hamma ma'lumotlar har joyda bo'lganda qiyin bo'lgan. Bu narsani bir joyga jamlash, u rejalash haqida va shu o'ylamasa ham bo'lardi. Keyin shunda biz endi meni Kamol aka chaqirganlarida o'zi aslida niyatim shu kompaniyani raqamlashtirish imini tomonini yuqoriga chiqarish. O'shanda ham o'sha mana SAP qilishimiz mumkin degan fikrlar bo'lgan. Keyin mana 2017-yildan boshlab shu SAPga kirib ketganmiz. Shu внедрениesiga endi men bu narsani o'zimga как product owner o'zimga mas'uliyatni olib shu proyekt ustida ishlab boshlaganmiz. Keyin bir 3 yil shu proyektni har xil zavodlarda kiritib, undan keyin mana moliya direktori bo'lib 2020-yildan beri ishlab kelyapman. Hozir siz ko'tarilib, как CEO ham direktorsiz-a? Shunday.
Muzaffar aka, siz amaliy tomondan shu ERP, raqamlashtirish, avtomatizatsiyalashtirish degan shu so'zlar ko'p ishlatiladi, lekin bu amaliy hamma tomonlama biz mana borib ko'rdik. Bir modniy so'zlar bor. IoT, Industry 4. Biz uni ko'p eshitamiz. Biz hozir ko'rdik. Har bir tarozi, har bir uskuna, har bir stanok bitta tizimga, bitta nimaga ulangan. Mana biz sab qo'yamiz, ERP bu vosita-ku. Bu maqsad emas-ku. Shunday. Biznesda maqsadlari boshqacha-ku. Bozorni egallash. Biznesda maqsadi pul qilish faqatgina. Yashab kelyapti-ku boshqa kompaniyalar ham. Nima qilchiydiz do'stlar shu именно ERP qo'yish? O'zi maqsad nima? Men bugun mana shu futbolkani kiyib oldim. Men 10 yil shu raqamlashtirish bo'yicha men bilardimki, birinchi mijozlarimizdan nima oldingiz deganda, vaqt yutdim. Oldin 11-12 gacha ishlardim. Kunni yopish uchun moliya tomonidan. Hozir 6 dan keyin hammasini menga kompyuter yopib beryapti. Protsesslarni deb aytuvdi. O'shaning uchun endi bu 10 yil oldin kimdir shu vaqtni o'ylaydi. 90% hozir o'ylamaydi. Vaqt ham bir nisbiy narsa ekanda, kimgadir kerak bu har bir minut, har bir foiz optimizatsiya, kimgadir bemalol shu daftarda, Excel'larda yuribdi. Nega sizlar shu raqamlashtirish deganda boshqacha qarab, bir qimmat sistemani oldilar? Yaxshi, juda qiziq savol. Endi birinchi navbatda biz ko'rishimiz kerak, albatta qaysidir tadbirkorlar bu narsa balkim kerak emasdir-da, bu narsa foyda haqida o'ylaydigan tadbirkorlar bor. Lekin umuman olganda, professional nuqtai nazardan olganda, o'zi biznesni rivojlantirish, ya'ni bu nima? Qiymatini oshirish, biznesni qiymatini oshirish. Biznesni qiymati faqat, albatta, sotuv bu juda ham muhim jarayon, yoki foyda olish juda ham muhim. Busiz ham bo'lmaydi. Lekin qiymatni yaratayotganda o'sha tizim ishlashi kerak. Ya'ni bir kishidan bog'liq bo'lmagan holda korxona rivojlanishi kerak. O'sha holatda tizim ishlasa, ishonch ham ko'payadi o'sha korxonaga nisbatan. Umuman olganda, nafaqat investorlar tomonidan yoki kreditorlar tomonidan, umuman olganda oddiy xodimlar tomonidan ham bu qarash o'zgaradi. Bu deganiki, o'sha kompaniyani umuman qiymati oshyapti. Xo'p, endi raqamlashtirishga keladigan bo'lsak, endi ko'pchilik ancha-muncha bilib qolgan, lekin bir o'sha 9-10 yil oldin holat umuman boshqa edi. Savollar juda ko'p bo'lardi. Hozir ham raqamlashtirish deganda hammasi qilish kerak. Ya'ni ertalab biz bilamiz, ko'plari yugurish kerak, sport bilan shug'ullanish kerak deganda kerak deymi? Hech kim yugurmaydi, zaryadka ham qilmaydi-da. Siz ham yashasa bo'lar ekan. Shunda yashayapman-u. Shunga raqamlashtirish deganda mani buxgalterimda Adines bor. Menda Telegram bot bor. Telefon qilsam hamma menga raqamlarni xodimlarim olib keladi. Shu raqamlashtirish degan so'z ham o'zi yo'q edi 10 yil oldin. Avtomatizatsiyalashtirish deyilardi. Shunday. Hozir yangi modniy. Siz nima deb tushunasiz shu raqamlashtirish va uni ahamiyatini? Raqamlashtirish deganda men shu narsani tushunamanki, har bitta ma'lumot, har bitta bo'layotgan jarayon o'sha endi raqamga o'tkazildi deylik. Bu baza данныхga aylanyapti. Bu baza данныхni ertaga har xil yo'nalishda ishlatish mumkin. Hozir men birdaniga aytaman, raqamlashtirishsiz o'zi ishlab bo'ladimi yo'qmi degan savolga balkim avval mumkin edi. Hozir aniq yo'q. Jiddiy javobim. Nima uchun? Zamon o'zgaryapti. Hozir ne только raqamlashtirish, umuman mana sun'iy intellekt rivojlanib kelyapti, misol uchun. Ertaga bu ertaga u 10-20 yildan keyin emas, mana shu yaqin kelajakda ko'p narsa o'zgaradi. Давайте bunday olib qaraylik-da, с точки зрения того, что порог входа deydi biznesga. Endi kirish porogimi nima deylik? Avval katta korxona bo'lsa, endi u bir narsalar sotib olish kerak, xomashyo olish kerak va hokazo, sistemasini qurish kerak, unga katta pul kerak bo'lgan. Hozir esa marketplace'lar bor, misol uchun-da.
marketplace'ga bitta oddiy Eshmatov Toshmatam shunday registratsiya qilib, shunday ozginagina bir tovar olib, xuddi boy katta igrokdek xuddi shunday unga raqobatlashishi mumkin. Endi bu yerda ham xochish ne xochish effektivnostni oshirish kerak. To'g'rimi? Faqat avval misol uchun, menda finansiy resursim bor. Mana shuni orqasidan men boshqa 95% odamlarga nisbatan men jozibadorman bo'lgan bo'lsa, hozir bu umuman o'zgaryapti. Endi hali men ichiga kirganim yo'q, raqamlashtirish o'zi nimaga uchun kerakligini. Umuman olganda bu hozir endi inglizchada must have deyishadi, bu bo'lishi kerakli narsa. Busiz yashab bo'lmaydi, kompaniyalar. Busiz yashab bo'lmaydi. Yashab kelyapti-ku. Kelajakda yashayman degan korxonalar. Yashab kelyapti-ku deysiz, lekin ko'p kompaniyalar hozir misol uchun hech endi уровень mana shu raqamlashtirishni etapi qaysiga yetganmi yo'qmi, lekin baribir ham ustida ishlashga harakat qilishyapti va 10 yil oldin ko'plari shunday bloknotda ham yozib ketaverardi. Lekin hozir tushunishyaptiki, mana bu pul oqimi uzilishi bo'lmasligi uchun, yo hech bo'lmasa bir narsani rejalashtirish uchun baribir bir narsani hech bo'lmaganda bir kichkinagina bir ERP sistemachaga o'xshagan mana hozir o'zi решениyalar ko'p. Hech bo'lmasa shunga olib kirgizay, bir kichikroq bo'lsa ham deb shunaqa fikrlash bor. Lekin buni ham uddalay oladigan odamlar bor. Uddasidan chiqa olmayotganlar ham bor. Mana bu bitta stanok, Aha. Mana shu stanok oxirigacha. Oxirigacha shunday. Bitta. Shunaqadan bu yerda 35 ta. Bu zavodda 35 ta, yana Xivada zavodimiz bor, u yerda 24 ta. Hamma stanoklar sapga ERPga opchi bitta bazaga bo'lingan. 100%. Mana shu bitta katta stanok, bitta printer. Demak, orqada minglabcha bobinalar tiqilgan. Mana bu yerda katta bobinalar turibdi. Mana lifelet deymiz. Bular esa qog'oz vazifasini bajaradi. Nima bo'ladi? Xuddi printerda chiqqanda qog'oz kelaveradida. Bu bolalar nima qilyapti hozir? Bu bolalar hozir перезаправка qilishyapti. Bo'ladi shunaqa, misol uchun ipni almashtirish kerak yoki ko'p o'rtada ip uziladi. O'rtada mana qarang, necha kishi ishlayapti, ko'ryapsizmi? Brigada bor. Keladida, bu yerda har bir minut juda ham qimmat turadi. 10 tacha olar. Bular kana o gruppa. Biron joyda bir masalan, по очереди bitta stanokni перезаправкасini qilish kerak. Hammasi tashlanadi. Chunki har bir minut bu pul. Bular o'qitilgan shunga. Bular shunga o'qitilgan. Bular boshqa hech narsa bilan shug'ullanmaydi. Bular faqat shu stanok yuradi shunaqa gruppa. Mana Muzaffar aka, bular iplar, Bular iplar. Siz aytdingiz, iplar 3-4 xil bo'ladi. Neftdan qilinadi, gazdan qilinadi. Bizning O'zbekistonda bu. Gazdan qilinadigan O'zbekistonda granula asosida chiqadi. Neftdan chiqadiganlari bu Turkiyada bor. Yana demak Tailandda ham bor. O'sha yerdan ham olib kelinadi. O'zi hamma turdagi iplarni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Yana poliester bor. U ham poliester granuladan chiqadi. U ham neftli produkt. Undan tashqari bir xillari mana 100% organik bo'lsin deydi, to'g'rimi? 100% organik uchun shunaqa modal degan ip turi bor. U daraxtni, ana korkasi bor-ku, o'shandan ishlab chiqariladigan iplar ham bor. O'zbekistondami? Yo'q, u chetda. Yo'q, katta gilamlarda mijozi kim? Bizda O'zbekistonda o'zi odamlarimiz katta gilam yaxshi ko'radi. Katta uylarga. O'sha devoridan devorigacha bo'lsin deyishadi. Iloji bo'lsa plintisiga ham chiqib ketsin. Qimmatlarida ham xaridori bor-a? Yo'q, albatta. Umuman qimmatlarga xaridor ko'p. Albatta ko'proq endi Toshkent, Samarqandlarda xaridori har doim bor. Chet elgachi? Chet elga ham chiqaramiz. Mana biz 2 yil oldin, 3 yil oldin mana B2C sotuvlarni rivojlantirishni boshladik. Misol uchun hozir Rossiyada bu yil o'zi 2 ta magazin ochdik. Bittasi Moskvada, bittasi Yekaterinburgda. U yerda mana bunaqa sifatli gilam kam. Ko'proq ana turetskiy ko'p u yerda, u o'rta sifatda-da. Bunaqa qimmat sifatda yo'q. Hozir kirgandan odamlarga o'zi mana 2 oy bo'lyapti ishlaganiga odamlar kirib hayron bo'lib chiqib ketyapti. Shunaqa gilamlar ham bo'ladimi deb. O'zi o'rganishni boshlayapti sekin-sekin. Bitta stanokni programmasini shu dizaynni qiladi, kirgizadi. Keyin yangi dizayn kiritishda to'xtab qancha bu pauza bo'ladi? Endi buni
xohlasangiz отдел dizaynga kirib alohida so'rashingiz mumkin. Atak отдел dizayn keyin bir kirib o'tamiz, nechta odam o'tiribdi. Har Dizayn. doim Faqat faqat dizayn qiladi. dizayn bilan shug'ullanadi. Undan tashqari polностью mana bu sifatini nazoratidan o'tadi. Har bitta gilam, bironta gilam sifat nazoratidan Odam o'tmaydi. sifat qiladi hozircha. Buni odam, bu butun dunyoda odam Butun qiladi. dunyoda odam qiladi. Keyin mana misol uchun mana kelinglar, mana raqamlashtirish bo'yicha har bitta demak mana shu teleshka o'zini ma'lumotlari bilan keladi. Bu ma'lumotlar SAPdan chiqarilgan. Demak, qanaqa polotno bu yerda, buni o'zlari tushunadi, programma raqami, hamma kerakli daniylar shu yerda bor. Undan Qayerdan chiqadi mana shu? bu o'sha отдел планирования yuborgan Aha. miyasiga, shuni yuboradi, ana u odam olib keladida, bo'ldi, mana shunga tiqildi deb tiqib qo'yadi ichiga. Keyin shu bilan yuradi. Har bitta Bu buni pasporti. bu buni pasporti. Har bitta jarayondan o'tganda hech kim qo'l bilan kiritmaydi. Mana bu shtrix kodni otib o'tkazib yuboradi skaner bilan. Har kuni biznesingiz pul va siz esa vaqt yo'qotyapsizmi? Sababi kassada xatolar, chalkash buyurtmalar, kechikkan hujjatlar, samarasiz savdo agentlari. Bu zanjir biznesni orqaga tortadi. Biz O'zbekistonda distributsiya uchun yagona, to'liq, raqamli ekotizim yaratdik. Bu yerda kassa, distributsiya, hujjat aylanishi va buyurtmalar yagona tizimda real time linki bilan savdo tizimingizni raqamlashtiring va foydangizni ko'paytiring. Distributsiyaning yangi davrida birinchilar qatorida bo'ling. Fikr yetakchilari promokodi bilan kelganlarga 3 oy bepul. Raqamlashtirishda har bir kun g'animat. Mana shu ERP degan so'zni ishlatdingiz va pul oqimi degan so'zni ishlatdingiz. Menimcha bu narsalar bir-biriga bog'liq. Moliyada rus tilida посмертный учет deydi. Nima bo'lganlik haqida ma'lumotlarni yig'ish. Nima bo'ldi degan o'zbekcha savol. Nima bo'ldi? Siz shuncha sotdik kecha. Qancha bor omborda? Shuncha. Foydamiz qancha? Desa, mana shu pul oqimini men ko'p ko'rardim. Savol bersa, xo'jayin 3-4 kundan keyin ma'lumotni yig'ib olib kelib berishadi. Oddiy moliyaviy bir ko'rsatkichlarda. Boshqalarda nimani ERPni qo'ydim, shu zahoti javobini olyapman. Pul oqimi va PNLlar kelajakda sal ko'rsatadigan, ya'ni shu kassaviy razriv bo'lishi. Nega sizlarga zudlik bilan kerak? Mana shularni bajarib bersangiz, nima bu pul oqimi va bunga ERPning nima aloqasi bor? Xo'p, o'zi mana effektiv boshqarishni qarab o'tadigan bo'lsak, bu umuman albatta bu rejadan boshlash kerakda. Lekin reja qilish uchun o'sha siz aytgandek fakt ma'lumotlar zudlik bilan kerak. Lekin zudlik bilan shu narsani qabul olish uchun bu orqasida juda ham katta jarayon, o'sha sifrovizatsiya, raqamlashtirish ustida ko'p ishlash kerak. Bu raqamlashtirish ustida ishlagandan keyin uni ichida periproverka, haqiqatan hamma ma'lumotlar to'g'ri bo'lyaptimi, yo'qmi, hammasini kiritib borish kerak. To'g'ri kiritilishi kerak. Mana misol uchun biz ko'rdik, ishlab chiqarishda bizni misolimizda har xil gilam turlari bor. U qimmati ham bor, arzoni bor, hammasi ichiga kirib ketyapti. Agar o'sha har bitta gilamni unga ishlatilgan xomoshiyasiga qarab yoki vaqtiga qarab to'g'ri hisoblab chiqarmasak, ertaga bu noto'g'ri bir решенияларga olib kelishi mumkin. Umuman olganda raqamlashtirishni to'g'ri ishlata olish ham kerak. Bir xillar bor, misol uchun bir qismini qiladi. Keyin mana esingizda bo'lsa gaplashgandik, bir dunyoni darajasida statistika bo'yicha 50% 50% ga yaqin korxonalar raqamlashtirish jarayonini yaxshi qila olmagan deb degan Qoniqmagan bo'ladi. Qoniqmagan. Bu keyin bir savol tug'ildi. Qanday unday bo'lishi mumkin? Bizda misol uchun 10%dir, 20%dir degan Qoniqmaganlar, boshqa fail deymiz. Bizda O'zbekistonda 100 ta proyektdan 2-3tasi o'xshamaganda, chet elda o'qiyman, 57-60% fail, ya'ni qoniqmagan deb bo'ladi. Hayron qolaman. Bularda protsesslar bor, moliya bor, jarayon bor, tizim bor. Baribir o'xshamaydi. Bizda hech narsa yo'q, greenfield.
hammasi zo'r bo'ldi deydi. Ana shu zo'r bo'ldi ham menimcha farqi borda. Bir minimal darajada bo'lishi kerak bo'lgan bir o'sha Mhm. kesim bo'lishi kerak, porog bo'lishi kerak. O'shandan chiqsa, o'shanda bu haqiqatdan yaxshi natijaga olib keldi degan fikrlasa bo'ladi deyman. Bizda haligacha ko'plari tushunmaydi bu narsani. Ha, raqamlashtirdim. Ha, mana dashbordda oldim. Sonlarni ko'ryapman. Bo'ldi, shu bilan raqamlashtirishim tamom, tugadi deb hisoblashim mumkinda. Lekin aslida effektiv raqamlashtirish bu nima? Bu birinchidan to'g'ri ichida hamma ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak, shaffof bo'lishi kerak. Uni orqasidan kontroling ham ishlashi kerak hamma tomonlama va o'sha ma'lumotlarga qarab o'sha решениyalar qabul qilish. Controlling nima degani bu? Kontroling deganda misol uchun endi bu raqamlashtirish nafaqat nima deydi, analiz yo ma'lumot olish uchun emas-ku. O'g'irlik bo'lmasin Mhm. yoki ko'p mana bu isrofgarchilik ko'p bo'lmasin. Mhm. Mana shu tomonlama ham qarab borish kerak edi albatta. Mana qarang, biza shu narsani bir sizni gapingizdan kelib chiqadi, murakkab judayam bir proyekt bo'lyapti-da. Buni qilish kerak, buni qilish kerak, buni qilish kerak deysiz. Bu murakkab proyektni qilish uchun shu hamma kompaniyani eplolmaydi-ku. Katta bo'lsa ham kompaniyaning madaniyati bunga to'g'ri kelishi kerak-ku. Ya'ni hammasi yirib sotib olib qilolmaydi odamlar. CRMda qilolmayapti-ku yarmi. Nega shu O'zbekistonda sizni fikringizcha qo'rqishyapti bu ERP tizimini qo'yishga? Yoki osongina bir odosh-modo, 1Sga o'xshaganini qo'yib qo'yadi. Kechagi kelayotgan raqamlarga ko'nikadi. Shunaqa katta bir razrыв nega? Men o'ylaymanki, bu endi nima deydi, естественно jarayon o'zi odam xuddi bir yosh bola kattayotganda ham sekin-sekin o'rganib boradi va tushunchasi umuman hayot jarayonida, misol uchun men o'ylash qobiliyatim, fikrlashim o'zgarib boradi o'zi. Bu tabiiy holat. Bu yerda ham xuddi shunday. Misol uchun oldi-sotdida bilasiz, oldingiz, sotdingiz va plus minus bir-biriga o'xshash jarayon. Lekin imенно mana bu raqamlashtirish nima uchun kerakligi, tizimlashtirish nima uchun kerakligi bu shunchaki 1 yilda, 2 yilda tushunib yetadigan jarayon emas deb o'ylayman. Lekin bunga kirish kerak. Kam-kamdan. Qanaqa birinchi qadam nimadan boshlash kerak? Hozir juda ham mana shu решениyalar ko'p. SAPda yoki qanaqadir dasturni sotib olsa 90% da balkim qo'rquvi haqiqatdan tagida bir asos bordir. Men hali tayyor emas deyman degan gapni ko'p eshitamiz-ku. Endi tayyor emasmiz degan gapga javob topish qiyin. Unga faqat odam yetib borish kerak. Nima degani tayyor emas? Shu biznesga kirdi odam. Shu rivojlanish ustida ishlayapti. U 5 yil oldin hozir qilayotgan ishiga ham tayyor bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin bir kun shu narsani boshlash kerak-ku. Masalan, o'sha SAPda ham aytadigan bo'lsak, kichikroq resheniyalari bor, Business One degani bor, 1Sda kichikroq resheniya, odolari bor. Meni fikrim shundaki, mayli endi to'g'ri boshidan kichkina korxona bo'lsa, birdaniga katta SAPni olib, katta komanda tuzib, komandani mohiyati juda kuchli. Buni gaplashamiz hali. Gaplashamiz. Mana shuni boshida qaror qabul qilinayotganda ikkilamchilik anaqasini bilmoqchiman-da. Negadir shu asoschiga yana borsak, balkim shu asoschini qanaqadir psixologik bir portreti bordir. Qaysilar bunga moyil, qaysilar yo'q qilib turadi. Samarqandga kelganda ham mana shu SAPga kelib, men yana 4 ta 5 ta boshqa korxonalar bilan gaplashganman. Shu savol bitta edi. Biz tayyor emasmiz. Lekin именно Samantev gilam kommunikatsiya tayyor bo'lish uchun qadamlarni qo'yganda, mana shu farqda birinchi qadamlari srazu sotib olmagan, mana sizni menimcha SAP qo'yaman deb olib kelgan. HR va boshqasini. Shu niyatda. Bo'lmasa katta korxonadan ambitsioz bolani olib kelib moliyaga qo'yish shu yoqqacha ishlab turgan-ku. Ya'ni bu yerda men shuni bir nashib o'tkazmoqchiman-da. Bizani ko'rayotgan tadbirkorlar
man hali tayyor emasman, shu kichkina biznesmanga ham. Yo bu qimmat. Qachon tayyor bo'ladi? Mani o'zim fikrim, har doim aytaman, hech qachon tayyor bo'lmaysiz. Hech qachon. Bu qadamni boshlash kerakda. Nimadan boshlashim kerak deganda men aytaman, moliyachini oling deyman. Meni fikrim bu yerda eng asosiy o'sha tadbirkorga kerak bo'lgan xislat bu kelajakni ko'rish. Hmm. Undan oldin aytib o'tdik, biznesni yaxshi rivojlanishi o'zi bu nima deydi, o'sha uspeh nima ekan deganda, bu biznesga qiymat yaratish. Bu biznesda muvaffaqiyati Bu qiymat yaratish. qiymat yaradigani bu nima deganda qiymat yaratish? Qiymat yaratish deganda, demak, oldinda, masalan, hech bo'lmasa 10 yil keyingi rejani ko'rib, men o'zimni kompaniyamni qayerda ko'ryapman? Agar hozirgi mana shu уровеньda примерно yuradigan bo'lsa, to'g'ri, balkim kerak emasdir. Lekin endi mana rus tilida bor, плох тот солдат, который не хочет стать генералом degan. O'sha baribir agar hozirdan o'sha bor narsaga qoniqib ketayotgan bo'lsa, to'g'ri, kerak emas. Gapingizga qo'shilaman. Ko'p sapchilik bunaqa ambitsiyoz, qimmat programmani qo'ygan kompaniyalar hali ularga bu balkim haqiqatan erta edi. Korzinkaga ham 10 ta magazini bo'lganda, kichkinagina bir Altel gaz nimadan uskunadan boshlanib, sizlar ham ambitsiya degan ko'rganman shu asoschida. Shunday. Tadbirkorda ambitsiyasi bor odamlar bo'lgan. Shu ambitsiyani kelajakda, ya'ni shunaqa narsa, qancha plan bo'lishi kerak tadbirkor sizni fikringizcha? Qancha Meni yil fikrim endi hozir har 5 yilda juda ko'p o'zgarib ketyapti. O'zi hech bo'lmasa shu 5 yil oldinga qarasa, o'sha ham katta gap. 5 yilda men qayerda bo'laman? Ha, shunday. Mani kompaniyam qanaqa bo'ladi? Ya'ni u o'sadi-ku, to'g'rimi? 5 yildan keyin yana shu kichik korxona bo'lmaydi-ku, shunaqa ambitsiya bo'lsa. Va bu yerda qo'shimcha qilib aytgan bo'lardim, nafaqat bu mana bu raqamlar tomonidan, mana men hozir uslovni 5 millionga sotyapman, ertaga 50 million bo'lmoqchiman. Faqat bu o'zi yetarli emas deb o'ylayman. Yana nima? Odam o'zini xarakterida ichidan bo'lishi kerak. Misol uchun Kamol aka o'zi bir progressiv odam. Yangilikka loyiqlik. Yangilikka loyiqlik. Hozirgi hayot kun bilan yashamaydilar. Qoniqmaydi ham. Qoniqmaydi ham. Ertaga nima bo'lyapti? Mana bu sun'iy intellekt bilan nima bo'lyapti? Qaysi korxonada nima o'zgartirish qilyapti? O'sha hammasini qarab, mana misol uchun hozir biz endi har bitta majlislarimizda biz sun'iy intellekt rivojlanishiga qanday ko'nikamiz, nima yangiliklar qilamiz deb albatta shu haqida gapirib o'tamiz. Har uchrashuvda, har bir majlisda. Har bir majlisda, deyarli har bir majlisda. U shu tepadan xo'jayinni o'zidan keladimi shu? Bu deb o'ylaymanki, Stiv Jobs aytgan, endi ko'p narsalar ruschada eshitganman, shuni aytaman. Лучшие стремятся быть рядом с лучшими deydi. Demak, agar progressiv, kelajakni o'ylaydigan lider bo'lsa, uni orqasidan o'zi xuddi shu fikrlaydigan odamlar yopishib kelaveradi. Mana shu butun jamoa ham shuni mayli hozir gapirib olsin deb emas, shunga qo'shilib nima qilishadi. Xo'p, yana shu boshiga bir qaytsak. Biz kelajakni ko'rdik, biz katta bo'lmoqchimiz, ambitsiyamiz bor. Men zo'r xodimlarni oldim. Sizni mana Uzbatdagi tajribangizni, muvaffaqiyatli insonlarni, ambitsiyalarni yig'dim. Komanda zo'r, pul bor. Tем более sizlar bilasizlar nima qilish kerakligini, to'g'rimi? Shu programmistlarni olib yozib qo'ymadilarmi? Nimaga yozishni o'rniga sizlarga aytganlaringizni qilmaydigan, qaysar, juda ham bir mashaqqatli va qiyin programmani oldilaring. Best practice degan narsa bor dunyoda. Biz birinchi poyqadan qo'yuvchilardan emasmiz. Biz tan olishimiz kerak. O'zbekiston ekonomikasiga o'zi necha yil, 30 yildan sal ko'p bo'ldi. Bir xil joylarda o'sha g'ildirakni yana yangidan yaratish kerak emas. Vaqtni yo'qotib, boshqalar qilganni orqasidan ancha tezroq qilsangiz bo'ladi shu narsani. Biz boshidan shu podxodni, prinsipni olganmiz va o'zi umuman bu hali start bo'lishidan oldin kiritishda jarayoni ham o'zi 1 yil bo'ladi, misol uchun. O'shani boshlanishidan oldin ham
Biz juda ko'p odamlardan so'rab, izucheniya qilib, o'zi bu ham juda muhim narsa deb hisoblayman. Bir narsa, mana shu narsani qilishdan oldin yaxshilab bir tahlil qilib, analiz qilib, keyin unga kirish kerak. O'sha yerda misol uchun ko'rganmiz, biz ekspertlari bor. Kimdir aytadi, mana buni bunday qilsang, o'zing xohlaganingdek qilsang, ertaga misol uchun uni поддержкасы qiyin bo'ladi. Uni to'g'ri sizga yarasha masalan polniy qilib yozib bergandan keyin yozib bera oladi. Bu pul, bu vaqt va ertaga uni поддержкасida qiynalasiz. Ertaga hozir biz shunaqa nima deydi, davrda yashaymizki, обновлениялар har bir yil emas, har yarim yilda keladi, har 3 oyda keladigan davrda yashaymiz. Siz o'zingizga yarasha bunday qing'ir qiyshiq qilib yasagan narsangizni har safar yangilik paydo bo'lganda uni ham to'g'rilashingiz kerak. Mana shu narsani inobatga olib biz harakat qilganmiz. Mana shu dunyoni standartlari, qaysi best practice'lari olsak, bo'lmasa juda ko'p qarshiliklar bo'lgan. Yo'q, nima uchun biz mana bunaqa o'rganganmiz, nima uchun bunday Best qilyapsiz? practice kelganda siz o'rgangan odatiy jarayonda to'g'ri kelmaydi-ku. U nemislar g'arbdan kelgan, u yerda hamma narsa proseslangan, har bir narsani haligi aprovini, отчетini olish kerak, ruxsat olish kerak. Xo'jayindan ham hukumatda tortib oladi-ku bu. Masalan, bizda hammasi hokimga mana bunaqa pulni tarqatishda, buni sotib olib, u qilib olishda bu bizani qadriyatlarimizga ham, bizani urf-odatlarga to'g'ri kelmaydigan sab programma deb eshitaman-da. Bu gap qimmatida emas. Odamlar qo'rquvi shu best practice bizga to'g'ri kelmaydi, biz boshqachamiz deb shunaqa bir bahonalar ham bor. Endi birinchi savolingizga javob, bizniki boshqacha, boshqa dunyo umuman o'zini hayoti bilan yashaydi deganiga noto'g'ri bu gap. Biz avval nima edi, eski hukumat davrida ham biz hech kimdan kam bo'lmaymiz, kam emasmiz va kam bo'lmaymiz va boshqalardan farqlimiz, o'zimizda yo'limiz bor deb yurganmiz, nima bo'ldik? Rivojlanishimiz juda sekin bo'ldi. Rivojlanish bo'lmaydi demoqchi emasman. Prosta biz hozir nima uchundir mana bu o'zi ekonomikamiz ham, biznesimiz ham, o'sha biznes kultura, umuman menejment tomonidan dunyoga qaraganda pastroqmiz. Shuni tan olishimiz kerak. Biz ularga yetib olishni emas, qanday qilaylikki, ularga nisbatan imенно temp rosti bo'yicha tezroq o'sishimiz kerak. Mana shu tomondan, конечно, agar biz xo'jayinman, meni asosiy nima deydi, kuch ko'rsatish vositam bu pulni kontrolida yoki mana shunday nuqtalik buyruq berishda bo'lsa, yashayveradi, yomon emas, endi o'zi uchun. Lekin tirikchilik. Lekin biz hozir professional yondashuv ustida bajarilayotgan edi. Yana shunga qaytamizda, ambitsion biz karra o'smoqchi bo'lsak, shunday qanaqa tizim qo'yishimiz kerak? Tizimni o'ylab topmasdan to'g'ri kelmasa-chi? Shunaqa sizlarda bo'lganmi? Mana SAP qo'yyapsizlar, bu to'g'ri kelmaydi SAPda protsessi. Shunaqa bo'lishi mumkin. Bo'lgan, bir xil joylarda bo'lgan. Misol uchun, endi bir tomondan aytaylik, bu obyektiv faktorlar, misol uchun bu ishlab chiqarishda. Biz boshidan aytganmiz, ishlab chiqarishda qayerda odam qo'li bilan kiritish kerak bo'lgan joyni biz maksimal darajada o'zimizga to'g'rilab qo'yamiz. Chunki ishlab chiqarish umuman dunyoda gilam ishlab chiqaradigan korxona birontasi SAP hali kiritmagan. Bu biz birinchi. Bo'ldi, ishlab chiqarishda gap. Lekin moliya, sotib olish, sotish, rejalashtirish, bu qolgan hamma narsasi 99% to'g'ri keladi bir-biriga. Ya'ni back office operatsiya deyiladi. Ofisdagi mana shu moliya, sotib olish, procurement, sotish, sales, rejalashtirish, bular hammasi dunyoda kelishilib olgan bir xil bo'ladi. Shunday. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Men tan narxini boshqacha hisoblayman. Bo'lishi mumkin, lekin unga ham bor решение. O'sha SAPni o'zida ham, endi faqat SAP emas, umuman ERPlarda o'zida ham har xil metod bo'yicha hisoblashingiz mumkin. Bu yerda siz moliyachi sifatida bir javob bersangiz-chi, mana misol nimaga bo'lmasa nima keragi bor SAPni qo'yishda? Agarda men uni olib xohlaganimda o'zgartirsam, bizda shunaqa o'zgartishga sotayotganda yo'q, 50 yilning ichida moliyani standarti bor. U sen xohlagan boshqacha qilsang,
qo'y undan ko'ra hisob sotmagin bizga deyishardi-da. Yo'q, balkim noto'g'ri tushuntirganman. Bu yerda har xil deganimda, masalan, tannarxni hisoblashda ham 3 xil, 4 xil metodologiya, dunyo qabul qilgan standartlari bor. Tanla 3 kishi 4 tadan bitta. Lekin dunyo olganini. Dunyo tan olgan. Endi albatta misol uchun boyagi IFRS oladigan bo'lsak, u yerda o'zini standartlari bor. O'sha standartlari bizga bemalol to'g'ri keladi. Prosta shuni endi o'zgarish har doim qiyin bo'ladi-ku. Bu narsaga boshqatdan, yonboshdan qarash har doim qiyinroq bo'ladi. Savol sizga shundan. Uzr gapingizni bo'lyapman. Mana shunaqa anaqa jinnicha anaqam bor. Bemalol, ochiq muloqot. Qanchaga xo'jayin, biznesda asoschisi moliyani tushunish kerak. Mana tushunmaydigan jaydari tadbirkorlar juda ko'p-ku. Juda tushunmaydigan bo'lsa qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Lekin o'zicha o'ylab topadi. O'zida moliyachisi bor, Excel'i bor. Shunday, hech bo'lmasa bazaviy tushunchalarga ega bo'lish kerak deb o'ylayman. Masalan, o'sha pul oqimi nima, balans nima yoki o'sha misol uchun foydani hisoblash qanday o'zi bo'lishi kerak. Chunki bizda ko'plari pul oqimiga qarab foydani hisoblaydi. Nimaga noto'g'ri bu? Siz ko'plari bu как diagnoz-ku. Biz ko'ryapmiz bu narsani, to'g'rimi? O'zi balansda yurishgan hammasi. Pandemiya bo'lib, enasini ko'rib hammasi nimaga bizda pul qolmadi deganda, shu pul oqimiga qarasang, senda shu kassovый разрыв bo'ladi, o'zbekchasiga bilmayman. Shu narsa bo'lmaydi deganda, pul oqimini qarab qo'yaylik deyapsiz. Siz bu ham yetarli emas deyapsiz hozir. Foydani pul oqimi orqali chiqarish bu noto'g'ri demoqchiman. Nima uchun? Tushuntirib bering. Nima uchun? Misol uchun u yerda aytaylik, amortizatsiya degan narsa bor yoki siz bironta capex bir uskuna olyapsiz. Unga hozir mana pul beryapsiz-da, lekin uni siz tannarxga qo'shib hisoblasangiz, foydangiz kam bo'ladi. Bir xillari shunga Muzaffar aka, o'zi bizani ko'rayotgan o'rta kichik biznes. Ular capex nima, men bir kuni amortizatsiyani qanday hisoblaysiz desa, lazika shu biznesga amortizatsiya nima aloqasi bor deydiganlar ham chiqqanda, sal tushuntirib ketsangiz, umuman olganda mana shu amortizatsiyani olib tashlaylik. Biznesga siz moliyachi sifatida qaraysiz-ku, keyin xo'jayinga borib aytasiz. Bizani ahvolimiz chatoq yoki bizani ahvolimiz yaxshi. Shunda asosiy 3 ta ko'rsatkichni ayting, ularda mohiyatini va nimaga bularsiz hisobot to'liq bo'lmaydi. Bu pul oqimi plani bilan birga. Misol uchun biz plan qilganimizda kamida 1 yillik bo'ladi va oyma-oy bo'linishi kerak, chunki o'rtada ya'ni har bir tadbirkor 1 yillik rejani qilib qo'yish kerak. Qachon qilib qo'yish kerak? Noyabrdami, dekabrdami, sentyabrdami? Imkoniyat boricha o'zi avgustdan boshlanadi keyingi yilga. Keyingi yilga. Avgustdan boshlanadi. Qachon yopilishi kerak? Yil oxirigacha yopilishi. Yil dekabrda. Chunki men shunaqa bizneslarda ko'rganman. Aprelda hali oldingi yilda balansini yopgani yo'q. Lekin qanaqa qilib yashayapsizlar desak, biz oldingi yilga +20% qo'ydik, shu reja qilib qo'ydik deb aytgan. Oson yo'lida. Yana pul oqimiga qaysi jaydari tushuntirib bering, nima bu pul oqimi? Pul oqimi pul bir xil vaqt mana odamlarda sezonalniz bo'lishi mumkin yoki men hozir uskuna sotib olishim kerak bo'lishi mumkin. Shu ertaga o'sish uchun-da. O'shani oyma-oy taqsimlab chiqqanda men bilaman oylikka qancha pul sarflashim kerak, svetga, kommunal va hokazo hamma xarajatlarimga va undan tashqari qanaqadir bir uskunani o'rnatishim kerak, unga yana qo'shimcha xom ashyo olishim kerak. Bu hali foyda keltirgani yo'q. Bu hali foyda keltirishni boshlagani yo'q. Va hokazo yangi qo'shilyapti-da. Bunday hisoblasangiz, oddiy olib hisoblaganda, uskuna olyapsiz, bu foyda olib keladi. Bugun olib kelib qo'ydingiz, ertaga foyda olib keladi. Lekin o'rtada bo'lib qolishi mumkin. O'sha to olib kelib foydaga kirgunicha, pulni olib kelgunicha o'sha pul oqimida uzilishi bo'lib qolishi mumkin. Uzilishi bo'ldimi, kreditorlar sizdan so'rashni boshlaydi. Oylikni vaqtida bera olmay qolasiz, svetga to'lamasangiz bo'lmaydi, o'chirib qo'yadi va bosh og'riqlar kelib chiqishni boshlayveradi. O'shani pul oqimini to'g'ri plan rejalashtirsa, bir xil vaqtlar bo'ladi, bizda ham bo'lib turadi. Bir narsani plan qilyapmiz, rejalashtiryapmiz sotib olishga. Bunday pul oqimini tashlab chiqsa, 2 oy kutib turish kerak bo'lyapti.
mana shu narsani olishga yoki kredit olish kerak yoki рассрочкаga topish kerak yoki biron bilan kelishish kerak. Yo'q. Yo'q, shunday kutib turish kerak. Lekin hajabı siz shu narsani tushunyapsiz, bilyapsiz. Agar bos hozir ol desangiz, o'sha 2 oy qiynalasiz. Ya'ni qarang, balansda endi hammasini buxgalter qidiradi. Pul oqimi degani boshida bu hamma pul xarajatlarini tahlil qilib, oyma-oy, Oyma-oy. keyingi yilni oxirigacha biza yozib chiqishimiz kerak. Endi tadbirkor aytadi-da, "Men qayerdan bilay keyingi yil nima bo'ladi? Alloh biladi-ku bu qanaqa bo'lishi." Endi agar Qanaqasiga ertasi kuni nima bo'lishini, kurs qanaqa bo'lishini bilmayman. Qanaqasiga men buni anaqa qo'yaman. Hali 5 yil biza gapirmay turib, operatsionniy plan deyaptimi, 1 yillik. Qanaqa siz ularni qilasiz bu yo'li? bunday olib qaraganda, endi agar mana pandemiyaga o'xshagan bir narsa bo'lmasa, uncha ko'p o'zgarmaydi yoki krizis bo'lmasa, uncha ko'p o'zgarmaydi. Har doim 2-3 ta ssenariy qilinadi. Har doim. Bitta ssenariy bu agar o'tgan yil qanday ketgan bo'lsa yoki hozirgi yil qanday ketgan bo'lsa shunday ketishi. Ikkinchi ssenariy bu yaxshi ssenariy. Lekin ko'proq endi moliyachilar ko'proq pessimistik ssenariylarda ham ko'proq, chunki moliyani bir katta vazifalardan biri ham bu risklarni baholash. Bu bo'lsa nima qilamiz? U bo'lsa nima bo'lamiz? O'sha ssenariylarda misol uchun qo'yib chiqiladi. 2-oydan boshlab bu rejamizga nisbatan past bo'lsa, ikkinchi ssenariyga o'tyapmiz. Yoki 3-oydan bo'lsa va hokazo. Biz plan A, plan B, plan C bo'lishi kerak. Shu bu ssenariylarda. Bu narsani biz misol uchun o'sha birinchi o'zi Excelda kiritib qilamizda, lekin keyin sistemaga kiritishimiz mumkin bu narsani. O'sha sistemaga qarab, o'sha endi bu o'sha qiyinroq masala. Biz hozir agar men kichik biznes haqida gapiradigan bo'lsak, bunga hali qo'l urmagani yaxshi. O'sha Excelda qilib borsa ham bo'ladi, rejani. Keyin sekin-sekin harakat qilish kerak. Endi musulmonchilik sekin asta deganday, sekin-sekin keyin sistemaga xarajatlarni qo'ydi. Xarajatlarni Excelda birinchi dohoddan boshlaysiz, qancha pul kelishidan. Xarajatdan oldin foydani rejalashtiradi. Pul kirimini, oqimini qanday kelishi. Qayerdan biladi u? Qanaqa sotuv bo'ladi, qanaqasiga? Ssenariylar qurasiz. 2-3 ta kam. Buni ham yo'lini aytib keting. Bir ikkita mana xarajatda ssenariy men uchun juda oddiy. Oldingi yilda olaman. Internetga shuncha hisobladim, oylikka shuncha ketdi. Taxminan 20% ko'p ketadi. Shunga qarab yozib chiqaman. Yozganda ham siz aytdingiz, to'xta, birinchi foydaniga. Foydani qanaqa ssenariy qilaman? Bilmayman-ku, sotiladimi, sotilmaydimi, kurs qanaqa bo'ladi? Foyda demaylik, bu pul kirishi. Pul kirishi. Buni endi o'sha bitta ssenarisini aytib o'tay, bu agar hozirgi yilgidek bo'lsa, shunday qo'yib chiqiladi va uni ustiga nima qo'yiladi? Men xuddi o'sha narsani siz aytaylik 5 ta uskunangiz bor. Agar ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz, o'sha 5 ta uskunangizga yarasha baribir undan ko'p chiqara olmaysiz. O'shani qo'yib chiqasiz. 6-uskuna sotib olyapsiz aprel oyidan boshlab. Bu reja ishlab chiqaza olish qobiliyatidan kelib chiqib, taxminiy 100% chiqayotganini sotaman deb taxmin qilasiz. Bu bitta ssenariy. Agar bu ishlab chiqarish, agar bu sotuv yo'nalishi bo'lsa, bironta retail bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, v prinsipi u yerda ham mana shu nechta magazinimiz bor, nechta o'sha kanal prodaji necha pul olib kelyapti, shuni tashlab chiqib, agar qo'shilayotgan bo'lsa, qancha qo'shilyapti, agar yopilayotgan bo'lsa, qanchasi yopilyapti, o'shanga qarab, o'sha pul kirimini birinchi navbatda rejalashtiriladi. Undan keyin Excelda. U endi boshida biz hozir kichik biznes haqida gapiryapmiz-ku. Katta biznes haqida gapirsak, u narsa sistemaga kiritiladi. Yozib chiqayotganda odam hozir Excelda ochadi, yozadi. Oylik yiliga 10,000 aytaylik, oyiga $10,000 yoki 20-100. Keyin meni qarab aytadi, soliq o'zi o'ylab chiqib o'tirib yozadimi yo buni qanaqadir metodi bormi yoki qanaqadir nima deydi, tayyor bir uslubi degan narsa bormikan? Soliqda ham yaxshi keltirdingiz. Misol aytaylik, biz sotib olish jarayonimiz bor. Xom ashyomi yoki agar даже retail bo'lsa ham bir narsani sotib olyapmiz yoki import qilayotgan bo'lsak, uni hozir biz tamojenniy NDSini to'laymiz. Agar poshlinasi bo'lsa, poshlinasini hozir to'laymiz. Bu demak, bu pul oqimiga ham yana bog'liq bo'lyapti-da. Undan olgan foydamiz keyin kelyapti. Aslida men boya Excel aytganim,
oson kichkina biznesga hisob kitobida to'g'ri bu bir tomondan sistemani kiritib qilishdan osonroq, lekin buni o'sha Excel'larga kiritayotganda qachon nimani sotib olaman va uni qancha solig'i bo'ladi, bu tomonlama qiyinroq bo'lyapti. Ya'ni Excel'ni birinchi porog vxodi odamga tushunish osonroq, lekin unda planni qilish uchun siz polni bilishingiz kerak. Kirgandan keyin mana shuncha men solig'ini to'layman, keyin qanaqa yana solig'lar chiqadi o'sha daromad solig'i xodimlarga to'layotganda yoki NDS bo'layotgan bo'lsa, 3 oydan keyin qanday u qanchasini farqini beraman, hammasini hisoblab oladigan bo'lishingiz kerak bir taraf. Lekin shu tomonda bu sistemani bironta kichikroq ERP, Imagines'mi farqi yo'q. Bu tomondan oladigan bo'lsak, kirish, uni tushunish qiyinroq, lekin to'g'ri kiritsangiz, u bilan ishlash osonroq bo'lyapti-da. Tushunyapsizmi? To'g'ri kiritish deganda, men nimaga misol aytdim, odam o'zidan kallasidan chiqazadi yoki qanaqadir tayyor model bormi? Mana misol agar hozir aytib qo'ysak, u mashinani oladida, o'zi yuradigan. Bu logistika, transportga to'kib qo'yadi. To'g'rimi? Meni fikrim bunday. Bu yerda yoki dizel generatorni ham oladida, benzin sotib olyapti-ku. U ham transportiga tiqadi. Bu misol endi misal o'qiganimizga aytaman, bu administrativniy расход, mashina xo'jayinning mashinasi. Lekin xomashiyoni toshib yuradigan bu mana shu yerda ham farq qilish kerakmi yo'qmi? sal orqaroqqa bu savolga qaytsak, tadbirkor o'zini ishini qilaversin. Munchalik ichiga kirishi shart emas. Odamini topish kerak. Active-based costingni tushunish kerak emasmi? O'sha o'zbek tiliga bir tushuntirib bersangiz. Active-based costingni ma'nosini tushunish kerak faqat. Tamom, u ichiga kirib o'zi qo'l Tushuntirib bilan bering kiritmaydi. ma'nosini. Ma'nosi shundayki, masalan, siz 5 xil tovar ishlab chiqaryapsiz, misol. Bittasiga uni xarajatlar olayotganda bittasiga soddaroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Birinchi tovarni siz ishlab chiqarish uchun 1 soat vaqt ishlatasiz. Ikkinchisini yarim soat vaqt ishlatasiz. Demak, birinchisiniki ishlab chiqarish uchun elektr energiyani 4 barobar ko'proq yeydi, jam ikkinchisi. Yana mana shunga o'xshash xarajatlar farqlanishi bo'ladi. O'shanda juda ham muhim to'g'ri tannarxini hisoblash uchun o'ziga endi misol uchun SAPni o'zida место возникновения затрат deydi, ya'ni xarajatlar markazlari. Markazlari. O'shani misol uchun men oylik olyapmanmi? Men o'sha uskunada operator bo'lib ishlayapman. Menga pasportimga o'sha sistemada mana shu stanokka meni oyligim o'tirishi kerak deb kiritib qo'yiladi. Yoki nega bunaqa murakkablashtiryapsiz? Chunki ertaga noto'g'ri analiz chiqishi mumkin. Ertaga noto'g'ri misol o'sha mana buni 1 soat ishlab chiqarishga ketyapti, yarim soat. Hamma xarajatlarni olib bir xilda taqsimlab olsangiz, ya'ni gilamni sizda mana biz aytdik 1 millionta gilamingiz bor ekan, eski 1 million xil gilam. Ya'ni siz aytmoqchisiz, har bir gilamning ichida har bir inson bunga hissasi qo'shilgan, ya'ni doimiy xarajatlar yoki постоянный переменный, har bir elektr energiya, har bir zapchast hisoblab chiqyapsiz. Nega oddiy xarajatlarni olib qancha siz oyiga gilam chiqarsizlar? Bir oyda bo'lyapti 1,5 million kvadrat. Gilam hisoblagan taxminan. Aytaylik 100 mingta gilam. Yo'q, to'xtadim. 100 o'rtacha 10 kvadrat bo'lsa ham 150 ming. 150 ming gilam. Oldim hamma xarajatlarni, 1,5 million, 1,5 ming gilamga anaqa 150 ming gilamga taqsimlab oldim. Shunaqa hisobladik hammasi. Shunday. Nima muammo? Muammo shundaki, keyin misol uchun sizda ham siz bir o'zingiz emas-ku bozorda. Sizda raqobatchingiz bor. O'sha ma'lum bir aytaylik qimmat gilam. Unaqa holatda qimmat gilamingiz tannarxi past bo'lib qoladi. Chunki siz arzon gilamga ko'proq o'tkazib yuborgan bo'lasiz. Chunki qimmat gilamni ishlab chiqarish uchun vaqt ham ko'proq ketadi, uni uskunasi ham qimmatroq, uni elektr energiyasi ham unga endi 1 kvadratni chiqarish uchun ko'proq ketadi va hokazo. Keyin siz olasizda tannarxi past bo'lgan. Shunga qarab siz solishtirasiz raqobatchi bilan. Masalan, tannarxi $10 bo'ldi. Siz esa
raqobatchingiz $15 dan sotyapti, aytasiz, yaxshi ekan-ku deysiz. $14 dan sotsam ham endi agar arzonroq sotmoqchi bo'lsangiz, $14 dan sotsam $4 foyda qilar ekanman deysiz. Lekin bilmaysizki, ichida qancha qismi bu arzon gilamga o'tib ketdi. Hisob-kitob. Katta chegara berib olishingiz mumkin. Siz o'zingizni nima deydi, noeffektiv hisob-kitobingiz orqasidan siz mijozga chegirma beryapsiz, lekin qayerdadir bu arzon gilam tomonda nabarot ustama qo'shib beryapsiz ustiga. Yana o'rtada bo'lishi mumkin, raqobatbardosh bo'la olmay qolishingiz mumkin. Keyin o'ylab o'tirasiz, nima uchun meni arzon gilamlarim Qimmat. raqobatchilarga qimmatroq. Keyin nima deysiz? Keyin siz o'sha arzon gilamlarni kamaytirishni boshlaysiz. Endi jiddiy anaqa bo'lyapti. Ideya bo'ladi-ku. Men xuddi shunaqa zavod qurdim, sizga o'xshagan. Sap-mat qilmadim, narxlarni sizdan teng qilib yuribman. Hani qimmatimi qimmat sotyapman, arzonimi arzon sotyapman. Bo'lishi mumkinmi? Bozorga qarab narx qo'yaman. Bo'lishi mumkin, lekin sizda unda nima deydi, bir narsaga, bironta o'zgarishga reaksiya qilish imkoniyati bo'lmaydi. Siz prosta mana shu ketyaptimi, ketyapti deysiz. Biz mana misol olib kelaman. 2 yilmi, 3 yil oldin endi nima deydi, taklif ko'payib ketgani uchun bozorda juda ko'p ishlab chiqaruvchilar, o'zi gilam ishlab chiqaruvchilar juda ko'p bizda. Narxni pasaytirishni boshladi. Biz unaqasiga ham hisoblayapmiz, bunaqasiga ham hisoblayapmiz. Endi balkim xato qildik deyapmiz-da. Qanday bunaqa past narx beryapti deyapmiz-da. Hisoblab chiqib ko'ryapmizki, to'g'ri kelmayapti. Bo'lmasa bizda effekt masshtabi bo'yicha biz ulardan arzonroq bo'lishimiz kerak. Qimmat emas, aniq. Arzon bo'lsak bo'lamiz, lekin qimmat bo'la olmaymiz. Keyin shunaqa fikrga keldikki, yo'q, bir narsa noto'g'ri. Buni kelajagi bo'lmasligi mumkin. Yo'q dedikda, o'zimizni yo'limizni tanladikda, mayli qimmatroq bo'lsin, lekin biz o'sha misol uchun $1 ga tushirmasdan o'shani 10 sentini marketing u odamlarga tushuntirish, o'sha odamlarga yetkazib berish, servisga misol uchun ajratib qo'ydik. Shu vaqt ko'rsatdiki, ko'plari quladi, bo'lmay qoldi. Yo bilgan korxonalar ham bor. То есть bu ценовая война deydi, ya'ni narx urushi. Narx urushida agar siz tushunmasangiz, o'zingizni tan narxingizni, o'zingizni xarajatlaringizni ko'rib bormasangiz, siz o'rtada xuddi mana ko'zingizni yumuq ketaverasiz-da. Mana bular qildi, men ham qilyapman deb ketaveradi. Bu yerda mana oxirgi ishlov berish jarayoni bo'lyapti. Sifat nazoratidan o'tgandan keyin mana shu polotno ichga kiritilyapti-da, u yerda par bilan, kley bilan обработка bo'lib, oxiri u yerdan chiqiladi. Bu yerlar ham hammasi sapga ulangan. Hammasi ulangan. Har bitta jarayon. Undan tashqari har bitta uskuna bor-ku, o'zini pasporti bor. Misol uchun aytaylik, bironta zapchast ishlatdik. U zapchastni skladdan berayotganda qaysi uskunaga ketyapti, qaysi stanokka ketayotganligini ko'rsatadi. Bu narsa nima uchun? Ya'ni xomashyoning ham yo'li nazoratda, har bir qadam, har bir jarayon, Ne только xomashyo, даже anavi zapchast. Bu narsani kamdan kam korxonalar qiladi. Qaysi uskuna qanaqa zapchast ishlatiladi va bu nima tan narxini o'shanga kiritiladi, shunaqami? Hozir qarang, nima uchun qilinadi bu narsa? Birinchidan tan narxini bilish uchun, to'g'ri. Ikkinchidan bu ma'lumot bo'ladi bizga. Demak, mana shu uskunaga oxirgi 1 yilda ichida zapchast A 3 marta ishlatildi, zapchast B 1 marta ishlatildi, zapchast D biror marta ishlatilmadi. Bu narsani biz stok qilishimiz kerak-ku o'zimizga. O'shani plan qilayotganda ham yordam beradi. Ertaga bu narsani sun'iy intellektga bersak bo'ladi, chunki raqamlashgan holda faqat uni bera olasiz. Sizdan boyaga teleshkalardan o'tdikda har bittasida qog'ozlar bor edi. Buni o'zining programmasi bor. Bu programmasining raqami bor bu yerda. O'sha programma raqamini oladida, bu yerga keyingi etap bo'lyapti. Mana bizga ko'rsatib berishadi qanday etiketka pechat bo'lishini. Siz ko'rsatib bering, qisqacha qanday ishlaydi bu narsa. Babqa QR kod taqa bo'lyapti-da. Bu yerda qaysini pechat qilgan, qaysini qilmagan, o'sha ko'rsatyapti boshqa rang bilan, чтобы adashmasligi uchun. Keyin bitta pechat qilgandan keyin ikkinchi marta mumkin emas uni pechat qilish, adashib ketish uchun, adashib ketmaslik uchun. Agar hozir biz adashib baribir bo'lsa-ga, bu yerda nima bo'ladi? Ma'lumotlar Xato chiqadi. Xato chiqadi. Bo'yicha chiqqan deydi. Agar
bo'shatgan ma'lumot chiqarsaga bo'ladi. Shu bilan xato ketmaydi. Duplikat bo'lmaydi. Demak, sapni o'zidan shu printer etiketkalar chiqyapti. Bu printerdan chiqaradida. Bo'ldi, pechat qilish shart emas. Kerakligida qilasizlar. То есть hammasi ichida integrированный. Keyin mana bu etiketka bo'yicha gapirib o'tadigan bo'lsak, har bitta etiketkani o'zini unikal shtrix kodi bor. Bu shtrix kodga qarab butun tarixini bilsak bo'ladi. Qachon xom ashyosi kelgan, qaysi partiya bilan, kimdan olganmiz, necha puldan olganmiz, qancha vaqt turgan va hokazo. Butun istoriyasi. Zapchasti ham mana shu yerda narxi bor. O'sha vaqtda qanaqa zapchast ishlatilganicha bor. Odamlarning oyligi, smenasi, hammasi. Bir-biriga ulangan. Qaysidir yana gilam zavodda O'zbekistonda mana shunaqa pasporti bormi? Bunaqa pasporti bo'lsa ham to'liq ulanganini ko'rganim yo'q. Tarixi bo'lmaydi. Yo'q. Masalan, xom ashyo qaysi ishlatildi, qaysi tannarxiga nima ta'sir qildi va hokazo. Bo'lishi mumkin. Просто o'sha aytaylik qachon производствоga kirdi va qachon chiqdi. Demak, распечатка qilingan etiketkalar ketma-ketligi bilan terilgan. Bu ham ketma-ketligi bilan kelyapti, shuni orqasidan yopishtiryapti. Qanaqa xato qilib qo'ymaydi shu? Chunki o'sha programmada berilgan ketma-ketligi. Ya'ni programma berilgan, bu lekin qo'lda to'xtatyapti-ku. Yo, bu qo'lda to'xtatib, lekin qarang, ustidan olib qo'yapti. Ustidan olib qo'yapti. Ilk ishlab chiqarish sexidamiz. Mana shu granulalardan, bu granula bilasizlar nimadan qiladi? O'sha aytganingizdek gazdan. Gazdan qilingan granula mana shu katta ekstruderlarga zapravka qilinadi. Undan keyin mayda-mayda iplar chiqariladi. O'sha zapravka bo'lgan granulalar mana bu yerdan chiqib kelyapti. Har bittasidan aylanib bitta ipni o'zi mana qarang, nechta toladan iborat, ko'ryapsizmi? Bitta ipni o'zida 100 ta mayda ipchalar bor, undan ko'p. Mana shu 100 tasi bo'tadi. Mana buni. Har bittasi aylanib o'tadi. Mana bu mana o yerda oqib tushyapti mana. Mana shu har bittani bilan oqib tushgani bitta ip bo'ladi mana. Demak, bu yerda har bitta chiqqandan keyin mana biz bu yerda g'ururlanib aytamiz, shu sab qilayotganda birdaniga mana shu yangilik, o'zi ko'pincha bunaqa sistemalarni o'rnatayotganda faqat bo'ldi IT programma qo'yapmiz emas, umuman biznes protsesslarni o'zgartirish ustida o'ylash kerak-da. Biz ham birinchi navbatda mana shuni qilganimizda mana eng katta bir o'zgarishlardan bu ячеечное складирование. Har bitta gilam o'zini adresida joylashgan. O'zini joyida. Ya'ni bu gilamni qayoqqa qo'yishni ham oldindan sab belgilab qo'ygan. Shunday. Qaysi klientga, qaysi zakazi bo'yicha ketishiga qarab, qaysini yaqinroq, qaysini uzoqroq, qaysi yacheykaga, kimni oldiga qo'yishga hammasini o'zi belgilab qo'ygan. Qalon vaqtda qaysi klientga, qaysi mashina, qaysi mijozga kelishiga qarab, shunday sistema taqsimlab o'zi yaqinroq joyga qo'yib qo'yadi. Keyinroq keladiganlarga shunday. Sal uzoqroq. Bu yerda ham optimallashtirib qo'ygansizlar. Lekin mana qarang, mana hozirgi holatda endi hozir hali ham ancha-muncha kamaygan, hozir sezon boshlanyapti. Hozirgi vaqtni o'zida shu yerda 600 ming kvadratdan gilam ko'p bor. Endi faraz qiling. Bir xil vaqtlari bo'ladi. Именно mana bu gilam menga kerak deb qolsangiz, agar bunaqa adresniy хранение bo'lmasa, qidirasiz. Bir kun. Bu yerda o'zi mashina keldi, kelishiga qarab odam qaysi mijozga borib, mana bu olib qo'yadi. Konteynerda mana nomeri bor, o'zi bilingan, o'sha masalan mijozga birdaniga konteyner olib boriladi. Ichidan terib olinmaydi. Spesialni qilinganki, чтобы o'sha mijoz kelsa, birdaniga konteyner bilan ketadi. Optoviy qanaqadir katta bir eksport uchun tayyor bo'lsa, terilmaydi-da, tayyor olib qo'yadi. Tayyor mana shu olib borib qo'yiladi. U yerga olib borib ko'ramiz. Mana bu yerda biz, demak, bu onlayn ko'rsatyapti. Hozir qanday ko'rsatilyapti? Demak, bu ham sistemadan tortadi. Hamma ma'lumotlar, nechinchi bu, demak, darvoza, postavka raqami, qaysi klientga ketyapti, o'sha klientni qancha bizda zapasi turibdi, pastda qancha o'zi nima deydi, pogrovnik 260, 300 ta ortish kerak, 91% ga hozir ortilgan. Mana tadbirkorlikda va avtomatlashtirishda 30 yillik tajribadan kelib chiqib, 100 talab korxonalarni ko'rganman. Bitta narsani ko'ryapmanki, hozirgi ko'p biznes kurslarda hammasi tayyor
pishirilgan modellarni qidiryapti. Agarda unaqa bo'lganda, misol kitob bor, 55 ta biznes model yoki kitob bor, Netflixda sirlari, Amazon qanday tuzilgan, Microsoft va hokazo yoki Bill Gates qanaqa fikrlaydi. Biznes bu ijod, bu matematika emas. 2 har doim ham 4 bo'lmaydi. Qaysidir biznesda 3, qaysidirda 10. Har bir biznesda muvaffaqiyatning tagida sirlar emas, o'zini unikal biznes modeli bor. O'zini unikal kulturasi, madaniyati bor. Chunki biznes protsess, KPI'larda hammasini ko'chirsangiz bo'ladi. Lekin siz korzinkani, Walmartni, Microsoftni ichki madaniyat, qadriyatlarni ko'chira olmaysiz. Lekin madaniyat va qadriyatlarning tagida yoki yonida har doim unga bog'langan biznes modeli turadi. Agarda siz ham o'zingiz uchun unikal, noyob, hech kim ko'chira olmaydigan biznes model yaratmoqchi bo'lsangiz, 12-noyabrda biznes kursimizga yoziling. Kichkina biznesga qarasak, kichkina biznesga ham mana shu tahlil, moliyani, pul oqimini, foyda zarar hisoboti, active base costingda bu bir bizani subyektda shu mast bo'lgan narsa bo'lib chiqyapti. Siz Shunday. boshida aytdingiz, bular bu siz ham Excelda yashaydi. Qanaqa qilib effekt masshtabga ketadi, qanaqa qilib tan narxini noto'g'ri hisob, baribir bitta mahsulot chiqazmasa kerak kichkina korxona. Men bu yerda ni в коем случае sistemaga bormasdan Excelda o'tirsin demoqchi emasman. Sistemaga kirishi majbur, kirishi kerak. Endi bir xillari bo'ladi. Masalan, bir kecha qurilgan, endi tug'ilgan kompaniya bo'lishi mumkin. Bu oshida, "Voy, bu menga qiyin ekan, marra juda uzoq ekan, qo'y, qilmay qo'yaveray" deb hech narsa bo'lmagandan ko'ra etapma-etap o'tish kerak deb o'ylayman. Keyin endi imkoniyat boricha qancha kattaroq qadam qo'ysa shuncha yaxshi. Lekin qadamlarni qo'yib borish kerak. По-любому. Qadamlarni qo'yayotganda ham odam bilasizmi, bir sal-pal tizimli ishlashni o'rgansangiz, fikrlashingiz ham o'zgaradi. Siz tushunishni boshlaysizki, mana bu misol uchun eng soddasidan boshladingiz, o'zingizga bir yangilik kashf qildingiz. Bu bunday bilan ishlar ekan-ku. Demak, bunday qilishim kerak ekan deb ketasiz. Misol uchun shu pul oqimi bilan nima deydi, boyagi foyda va zarar отчети har xil narsa ekanligini hisob bilib olsangiz, Foyda va zararga endi o'tsak. Pul oqimini tushundik. Hmm. Biza kelajak xarajatlarimizni va pul tushumlarini hammasini qaysidir bir tahlil qilib ketishimiz. Foyda va zarar yana nima o'ylab topdilaring moliyachilar boshda qotirgani? Bu yerda sal mana bu qiyinroq terminsiz bo'lmaydi, Lekin bu siz kichik korxonani investitsiya olib kirmoqchi bo'lsa, bu foyda va zarar hisobotisiz qaramaysizmi, to'g'rimi? qaramaysiz. Nega? Masalan, yangi bir produkt olib kirmoqchi. Yangi bir produkt olib kirmoqchi bo'lgandan keyin uni ertaga tannarxi qanaqa bo'ladi? Ertaga unga endi baribir investitsion расход bo'ladi. Ya'ni uni shunday chiqardingiz-u, bozorga qo'ydingiz, balkim avval bo'lar shunaqa. Hozir esa uni продвигать qilishingiz kerak. Hamma xarajatlarni hisobiga olib, keyin qancha foyda ertaga bundan qilaman, buni tushunishingiz kerak. Endi bu produkt miqyosida olsak. Umuman korxona miqyosida oladigan bo'lsangiz, bu bo'lishi mumkin. Siz pul oqimi bo'yicha 0 da yuribsiz. Lekin foydangiz bo'lishi mumkin. Yoki naоборот, teskarisi. Siz jaydari tushuntirib bersa bo'ladimi mana shu narsani? Chunki biz ham tadbirkorlar, mana siz boshqalar moliya bir oliygohlarda o'qigansizlar, ingliz tilida bir manbalardan olgansizlar. Oddiy biznesmen biz aytdik-ku, ozgina tushunchasi bo'lishi kerak. Shu ozgina tushunchani bera olaylik. Nega? Mana shularsiz hech qanaqa raqamlashtirish qilib bo'lmaydi. Qo'shilasizmi? Tushunchasiz raqamlashtirish bo'lmaydi 100%. Mana shu bu ustunlar, mana shu mana shu 3 ta отчет, shu 3 ta bizning hisobotimiz ustida любой biznes quriladi. Shu ikkitasini aytdik. Bittasini buxgalter olib beradi balansni sizga. Balansi ham mohiyati bor, endi haymaydi, u keyinroq. Yana bir so'rayman, buxgalter bo'lsa, nega boshimni qotiryapsan? Menga nimaga qilib bera olmaydi pul oqimi bilan foyda va zararni? Endi shu foyda va zararni siz aytdingiz, pul oqimi bo'yicha 0,
lekin foyda va zarar bo'yicha yo zarar, yo foyda bo'ladi. Qanaqasiga bu bo'lishi mumkin? Chunki pul oqimi bo'yicha siz misol uchun bironta xom ashyoni ko'proq sotib olgan bo'lishingiz mumkin va pulingiz nolga tushgan bo'lishi mumkin misol uchun-da. Mhm. Lekin buni hali sotganingiz yo'q. Hmm. Sotganingiz yo'q va undan foyda ko'rganingiz yo'q hali. Hmm. Boyagi pul oqimi o'sha pulni yetishmovchiligini oldini oladigan bo'lsa, foyda va zarar o'zi sotayotgan narsangiz o'zi foydali bo'lyaptimi yo'qmi shuni bilishingiz kerak. Agar sodda qilib tushuntirish kerak bo'ladigan bo'lsa, men shunaqa deb o'ylayman. Pul oqimi buni ko'rsatmaydi. Pul oqimini ko'rsatmaydi. Yana oddiy qilib nimani asosiy pul oqimi nimani ko'rsatadi? Foyda va zarar nimani ko'rsatadi? Pul oqimi sizga pul ertaga yetishmovchiligimi yo yetadimi shuni ko'rsatadi. Foyda va zarar o'zi qilayotgan ishingiz foydalimi yo'qmi shuni ko'rsatadi. Balanschi. Balans bu sal murakkabroq, lekin kerakli narsa. Sizda bo'lgan aktiv deyiladi va sizni qarzlaringiz hammasini inobatga olib, qancha agar misol uchun aktivizm ko'payib ketsa, bu ham yomon. Chunki Aktiv nima degani? aktivmi, xom ashyolaringiz bo'lishi mumkin yoki расчетный счетda turgan pul bo'lishi mumkin, lekin bizda kamdan kam bunaqa odatda bo'ladi. Masalan, Yevropa davlatlarida расчетный счетida ortiqcha pul turib yuborishi mumkin. Bu ham pul ishlamayapti deganida. Mana shunday menimcha ko'proq yaxshiroq tushunishsa kerak. Mana bizni tadbirkorlar juda yaxshi biladi. Pul shunday tursa, bu ishlamayapti va men effektivностimni yo'qotyapman deb tushunadi. Buni biladi menimcha 99% tadbirkor. Xuddi shunday xom ashyo yoki uskuna agar oqgina 100% ishlamayotgan bo'lsa, xuddi shu narsaga ham yoki debitor yoki menga bo'lgan qarzlar. Meni kimgadir sotdim, pulini bermadi, vроде бы foydaga, ertaga pul bersa foyda olaman, lekin Ya'ni hisobot bo'yicha siz foydadasiz. A realda pulingiz yo'q. Pulingiz yo'q. Nima uchun? O'sha aktiv, o'sha hammasi ichida kirgan. Aktivingiz oshib ketsa, endi masalan, o'sayotganingizda qanchadir foizga oshishi bu tabiiy hol, lekin undan ko'p oshib ketadigan bo'lsa, kerakli darajadan ko'p oshib ketadigan bo'lsa, bu ham yomon. Siz aktivingizni noeffektiv ishlatayotgan bo'lib chiqyapsiz. Bundan kelib chiqadi, men hozir bir xulosa qilsam, agarda shu hamma aytgan raqamlarni shu 3 ta hisobotda bir-biriga to'g'ri keladigan qilib chiqarsa, bizda shaffoflik, ikkinchidan nazorat Shunday. va uchinchidan shu kengayish imkoniyati paydo bo'ladi. Mana bu juda ham muhim. Kengayish imkoniyati paydo bo'ladi. Mana biz o'zimizni misolimizni oladigan bo'lsak, 2016-yilda men bu yerga kelganimda, umuman guruhda bir adashmasam ko'pi bilan 2,5 ming xodim ishlardi. 9 yildan keyin, даже 7 yildan keyin vaholanki уже 10 mingdan ortdi odam soni. 7 yil ichida 4 baravar oshyapti. Odam soni mana u umuman olganda оборот bo'yicha ham примерно shunday. Muzaffar aka, 16-yildan boshlab O'zbekistonda iqtisodiy katta o'zgarishlar paydo bo'ldi. Shunday. Hech qanaqa yelpi-shimelpisiz bozor karra osib, ko'p odamlar katta bizneslar qilishda imkoniyati bor. Shunday. Siz yelpiga to'nkab qo'yishingiz Yo'q. to'g'rimi yoki Qanday? boshqalarga nisbatan oshdingizmi? Bu birinchidan boshqalarga nisbatan, ikkinchidan, конечно, ekonomik o'zi holat qanaqa bo'lishiga ham qarab biznes o'sadi. Bu yerda ko'proq bilasizmi, men aytardim, bu xotirjamlikni ham beradi. Masalan, o'sha sistemangiz ishlayapti, tizimingiz ishlayapti, komanda ishlayapti. Siz kecha 2000 ta xodimni boshqarib borgan bo'lsangiz, har bittasiga ustida turib, nima qilyapsan, oyligigacha oylikni oshirish vaqtida har bittasini ko'rib chiqayotganingiz bitta-yu, ikkinchi masala 10 mingtaga oshgandan keyin, zavodlaringiz soni oshgandan keyin har bittasini o'sha boshqarishingiz, balkim boshqara olasiz, lekin ancha qiynalasiz-ku. Vaqtingizni ham ko'proq oladi-ku bu narsa. Bu hozir biz hozirga yetgan marramiz haqida gapiryapmiz. Bu shu bilan to'xtadik demoqchi emasman. Bor korxonalar. Ambitsiya bormi dunyoda birinchi bo'lish? Конечно. Bor, real. Real bor. Real bor. Qachon? Mana shu keyingi 5 yil ichida. 5 yil ichida dunyoni birinchi bo'lmoqchisiz. Hozir 3-chiga chiqdik.
hozir uchinchi man kelganda bir anaqa bir 15 keyin shu komilga ketganda man dunyoni 5 yilligiga chiqaman. Nimaga sap kerak sizga desam, dunyoni 5 yilligiga chiqaman. Keyin bir yil oldin bir so'radim. Bir joylari tushuntirib bering, nima u siz uchun sap deganda, aytardi man mashinada oldin Ha, rulda o'shab, fara yaxshi ishlamaydi. shunday. Mashinani minni qarayman, 2 metrdan nari ko'rinmaydi. Bir tosh chiqib qoladi, bu yoqqa uraman. Bir daryo suv chiqib qoladi, bu yoqqa uraman. Hamma коробка avtomat emas. Oyoq skorost, gaz, hamma narsa. Shunday, to'ppa-to'g'ri. Hozir manda Galagen 500 metrga uradi. Коробка avtomat. Xotirjam, bemalol gazni shu qancha bosib yuraman dedi. Shunday. Xuddi shunday oldingizni nima deydi, bu ko'rsatib beradigan, bir yoritib beradigan bir instrument. Lekin ko'plari bu yerda обязательно aytib o'tish kerakki, SAPni xuddi bir rezultatdek ko'rishadi-da, yoki bironta ERP sistemani kiritdim, bu rezultat, mana qildim, bo'ldi deganda. Bu bo'ldi emas, bu instrument. Endi o'shanga yarasha siz ham har doim o'zgarishingiz kerak. Mana kecha intuitsiyaga qarab aytaylik, решениялар chiqargansiz, sekin-sekin bu analizga qarab решение chiqarishni o'rganishni boshlash kerak. Mana shu SAP kelganda biz aytamiz bu best practice. Hop. Necha foizi siz aytdingiz ishlab chiqarganda biza moslashtirdik, lekin back office'da biza o'zini qanday bo'lish kerakligi bo'yicha shu nemisni qoidasini oldik. Yoki bormi yana qanaqadir shu sotib olsa bo'ldi ekan, knopkani bo'ldi, install next and taq qilib ishlab ketadimi? Yo'q, конечно. Nega nima yana qiyinchiliklari bor? Hop, bu yerda ikkita savol eshitgandek bo'ldim. Birinchi savoli shu standart funksionalni olib kelib joriy qildinglarmi yoki o'zgartirish necha foiz qildinglar degan. Ishlab chiqarsizda aytdingiz. Men bu stanoklarni qo'shdim, buni qo'shdim, buni qildim. 80-20 desak buni. 80 ga. Bu joriy qilish, внедрение jarayoni уже bu yerda komanda kerak, ya'ni jamoa kerak, spetsialistlari kerak. Undan tashqari konsultatsiya olishga ham tayyor bo'lish kerak odam. Chunki bu yangi narsa. Yangi narsada qancha kam xato qilsangiz, shuncha bu har bitta xatoyingiz pulda bu. O'sha внедрение vaqtida mana komanda yig'dingiz. Uni kiritadigan jamoani topdingiz pulga, litsenziyani olgandan tashqari va undan tashqari o'sha внедрение qiladigan jamoa, sizni jamoangiz to'g'ri yo'lda ketyaptimi, yo'qmi deb yon boshida turib audit qilib tekshirib turadiganni ham masalan qilish kerak. Biz shunday qilganmiz. Buni qayerdan olgansizlar? Buni tanish bilishdan so'rab. Tanish bilishdan olgan. Masalan, bironta Ya'ni 3 ta narsa. Siz o'zingizga bu tatbiq qilish uchun bir anaqa implementatsiya, bu komanda most deydi. Oldingiz. Ko'prik. Lekin siz buni birinchi marta qilganingiz uchun как страховка sifatida siz buni tekshira olmaysiz. To'g'ri bilan to'g'rimi qilyapti? Ya'ni 3-chi yollanma kuchda taklif qilasiz. Как auditor, qani tekshirib ber, bu to'g'ri qilyaptimi, yo'qmi? Shunday. Yana xarajat. Bu xarajatingiz Jamoa ham xarajat. bu Sizda bunaqa odam ishlamagan oldin. Bitta qanaqadir SAP padalganlar bittasiga sotib ketdi. Uni ustiga implementatsiya, yana bitta auditor, yana odam ishxonaga olish kerak. shunday. Shuncha bosh og'riq. Lekin bu pul ertaga endi o'rtacha statistika hisob-kitoblarda mirovoyda o'qiganimda, o'rta hisoblanganda 1 so'm sarflangan pul 7 so'm olib keladi ertaga. O'sha mana 3 yil ichida. Ya'ni bu xarajat emas. Bu xarajat emas, bu investitsiya. Lekin bu investitsiyasiz biz aytgandek shaffoflik va o'sish yo'q. Yo'q, endi mana shu yerda bir nima qilib ketaylik. Xo'p. Qanaqa qilib bo'pti, SAP bu dunyoni zabt qilgan nomer 1 standart programma. Unga raqobatbardoshlik yo'q. Buni bo'ldi, men bu lazdan sotib oldim buni. Внедрение qilishda kim menga? Men hozir как kompaniyani xo'jayini savol beryapman-da. Komplikada Muzaffar bor ekan. Men nima qilay? Siz qaraysiz, birinchi navbatda kim buni opiti bor. Masalan, Kamol aka qiyinroq bo'lgan vaqtida. Chunki o'sha vaqtda hali implementatsiya qilib, shu proyekt ustida ishlagan odam kamdan kam bo'lgan. Hozirgi holatda Juda ko'p.
o'ntalab O'zbekistonda o'zi qilgan o'zida odamlardan qilgan bor. O'sha chaqirib, Mhm. ko'rib, endi u ham birdaniga shunday chaqirib olmaysiz, ko'rasiz, hamma tomonlama to'g'ri kelyaptimi, yo'qmi, u haqida odzivlar olasiz va hokazo. Tez to'g'ri keladigan odamni. Keyin bitta jamoa tuziladi. Endi misol hozir Kim kiradi u jamoaga? bu jamoaga har bitta yo'nalishi bo'yicha o'zini ertaga spetsialisti bo'lishi kerak. Именно SAP ichingizda Да. bu sotib olish, procurement, zakupkada Mm. bu odam ishlayapti. Siz u odamni o'qitasizmi yo yana bitta odam olasizmi? Yana bitta olasiz. Qo'shimcha olasiz. Chunki SAPni endi biz hozir mana bu уже murakkab jarayon SAPni внедрениесida o'sha vaqtda bitta odam ham o'zini ishini, ham SAPni implementatsiyasi bilan qila olmaydi. Hmm. Vaqti yetmaydi, fokusi ham yetmaydi. Qayerdan olaman men bu odamni? Yana ana hunting bu? Ha, odam olasiz. Ha. Xo'p, sotib olishda yana moliyada Moliya, sotib olish, agar sotish, ishlab chiqarish bo'lsa, ishlab chiqarish, chiqarish. agar u sotuv bo'lsa, mana retail bo'lsa, o'sha yo'nalishi bo'yicha spetsifik yo'nalishi. Demak, skladirowaniya sizlar Samarqandda qayerdan bu odamlarni oldingiz? Yoki tarbiyaladingizmi Ya. o'zlaringizda? bizda podxod bunday bo'lgan. 50 ga 50. Mhm. 50% odamni biz Jalb yoki qildik. ERP bilan ishlagan yoki SAP bilan imkoni boricha ishlagan odamni chaqirdik. Yarmini esa komandani shu hozirgi xodimlarda ichidan chiqardik, balans bo'lishi uchun. Mhm. Balkim hozirgi xodimlarda ichidan olganimiz umuman ERP bilan ishlamagandir, lekin potensial, perspektivasi bor, o'rgana oladi ertaga degan tomondan qaradikda. Chetdan kelganlar bu ichki tizimni bilmaydi. Bu qanday qanaqadir qilishi. test bormi yo men gaplashib, meni ko'zidan ko'rinadimi bu? Endi bu nima deydi, o'sha project managerni Siz edingku project Da. manager, o'shanga Da. siz javob bering. Qanaqa qilib oldingiz? men Qanaqa qilib siz ko'rdingiz shu bu bola bilan bundan bir ma'no chiqadi? har bittasi bilan suhbatlashib, Aha. har bittasi bilan suhbatlashganda opределенный testlarim bor, na logiku misol uchun. Ha. Da, Bu testlarni qayerdan oldingiz? u vaqtida o'zim internetdan izlab topib olganman. Siz bular bilan bo'lisha olasizmi? Endi testlar izlab bilan. ko'rsam qiyin emas. Ha. Bu Ha. bunaqa qiyin narsa emas unda orqali. Hozir sizlarda korxonalaringda qancha odam faqat shu SAP bilan ishlaydi? Ya'ni SAPni ichidagi odam. SAPni umuman O'zi bilan. boshida Programist, 8 admin. ta odam hozir ishlaydi. 8 ta odam. Da. Bu 8 ta odam bo'lgan ham boshida, to'g'rimi? Shu SAPni Boshida topshirganingizda. Boshida 7 ta bo'lgan. Mhm. Endi biz kengayib nima deydi, hozir har doim na поддержка ishlaydi. Bironta muammo paydo bo'lsa yoki bironta o'zgartirish kerak bo'lsa, Yangi hisobot, yangi отчет, bir narsa qilish kerak bo'lsa, o'zimizda shu komanda Ichingizda. shuni qilib beradi уже. lekin mana hozir intervyuni oldida mana Muzaffar aka tayyorlab qo'yibdi-ku bolalarni. HRga davay borganda, sakta eshigini tagida yotib olgan, uni kuzatib bolalarni bu yoqqa ol deb xayol keladida. Ya'ni bu yana boshqa tomonda bu savol, men bolalarni olaman, tayyorlayman de, mendan ketib boradi. Nimaga sizlardan ketmayapti? Bularni qo'rquvlari bor shunaqa. Endi bu уже общий kompaniyani nima deydi, o'sha HR branding, employer branding bilan bog'liq narsa. Agar korxona shuncha odamlarini qiymatini nima deydi, hurmat qilmasa yoki faqat nima deydi, pulni orqasidan yugursa, yo pul kerakli narsa, lekin agar faqat pul odamlarni anosiga nima deydi, Muzaffar, puldan tashqari nima sizlar sak beryapsizlar insonlarga? Nega misol ketmaydi? Sizlarda 2000 olyapti-da, menda endi hozir shunaqa katta pul deyapman, davay 1-2 yilga tort deyman, kelaman, mana senga 3000 deyman, 3 o'rniga 4 deyman, olib ketaman. Yoki olib ketmasligi uchun nima qilasizlar yana? Birinchi navbatda odamga men o'ylaymanki, endi bu как menejment tomonidan bo'lyapti-da. Kelajakni ko'rish kerak. Ya'ni men hozir mana SAP proyekt bilan shug'ullandim. Ertaga nima bo'ladi? Ertaga proyekt tugadi, nima bo'ladi degandayda. O'sha yerda boshidan men hammaga aytib chiqaman. Hozir tanladik, chunki sizlar zo'rsizlar. Chunki haqiqatan biz boshdan kommunikatsiya qilayotganda eng zo'rlarni tanlab olyapmiz. Sizlar hozir bu yerda rivojlanasizlar. Ertaga proyekt tugagandan keyin обязательно bironta yo'nalishni rahbarimi, bironta karyerniy rost bo'ladi. Chunki sizlar boshqalarga nisbatan ko'proq bilimga ega bo'lasizlar va umuman nasmotrенность ham ko'proq bo'ladi. Haqiqatan shunaqa o'zi.
proyektni o'zida ishlagan odam faqat o'zi tomonidan qaramaydi. Mhm, Общий kartinani qaraydigan bo'ladi. mhm. Va o'sha bilimi ham oshib boradi. Va endi oyog'ingni sindiraman degan anaqa yo'q, ha? Yo'q, qanday qilasiz? Xo'p, mana ERP haqida mana shu moliyani aytdik. Kelajakda qaysidir sistemaga qo'yganda man hali hayotda ajnesda planoviy себестоимость, ya'ni kelajakdagi tannarxini ko'rmaganman hayotda. Bu qanaqadir Yo, men ham ko'rmaganman, Fantastika. ishlamaganman, bir narsa deya olmayman, Yeah. to'g'risi. balkim qilsa bo'lar. Balkim qilsa Kimdir bo'lar. ko'rayotganlar kelib, "Man qildim. Balkim. Manda planim 1 yillik ichida shu sistemada. Faktam, kontroligam, ya'ni nimaga biz plan qo'ydik? Chunki bo'layotgan hisobotlar bilan sistema solishtirib sizga Yeah. ko'rsatib qo'yish kerak. Biz bir ko'rsatdik sizda zavodda. Plan qanaqa bo'lishi kerak? Hattoki shu 3 ta tarozi plan bilan faktni nima? Yana nima plan faktli masalalar bor? O'zi hamma narsada Hamma, plan fakt bo'lishi sotish, kerak. sotib olish, Sotib olish, hamma narsa. Tannarxi, bozor ulushi, Shunday. hammasi. Hammasida bo'lishi kerak. Pulda yana bitta savol, endi sal moliyadan bo'ladi. O'zbekistonda, butun dunyoda ichki pulni stavkasi degan narsa bor. Nega bu tadbirkorlar buni inobatga olish kerak? Nima degani yana bu stavka degani? Pulni qimmatligida umuman olganda, ya'ni masalan bu 100 so'mni, menga 100 so'm bugun kerak bo'lsa, buni ertaga men aytaylik Yevropa yo tam Amerika davlatlari, Amerika sal tashadi. Buni 100 so'mni men 102 so'm qilib qaytarib beradigan bo'lsa, u yerda men buni 120 so'm qilib qaytarishim kerak. Sizlarda ichki stavkalaringiz qanaqa holdingda? Agar valyutaga qarasak, Valyutada. biz 10% deb hisoblaymiz. Ya'ni agarda sizlar 9% foyda qilgan bo'lsanglar, 1% zarar ko'rdim deb bilasizlar. Shunday. Sizlar buni hisoblaysizlar-a? Shunday. Yana ikkita keyslar aytib berasizmi? Qachon sizga rejalashtirish qanaqa foyda berdi? Mana misol sizlar klastersizlar-a? Men bir ikki tanishlarim bor, klasterlar. Ular yopilib, kreditlarni bera olmasdan bankrot bo'ldi, biriktalari qochib ketdi. Boshqalar davlatga ishondi, kreditlaringni anaqa qilib olaman, davay nimalarga to'la, fermerlarga paxta sotib olishdi, bir referendum payti ko'proq to'la, mana bu yerdan traktor ol, mana bu yerdan anaqa ol deb ko'p misollar borki, pul ishlab olib, odamlar negadir mana oldingi vaziyatda olib, kelajakda ham shunaqa bo'ladi deb minusga kirib ketdi. Mana boshida savol berdim, kelajakda qanday bilasiz? Mana sizlar paxta bilan va xom ashyo bilan ishlaysizlar. Xom ashyo juda ham sakraydigan, dunyoda urushlar bo'lyapti, kanallar yopilyapti, logistika oshib boryapti. Ya'ni 10% ga emas, logistika karra oshib borishi mumkin. Yopilyapti chegaralar. Mana shu paytda sizlarning klasterlaring bankrot bo'lmadi. Yo'q, yashayapti, yaxshi yashayapti. Qanday qilib bu xudodan bir barakami yo bu yerda ham hisob-kitob bo'lganmi? Hammasi. Lekin hisob-kitobga biz haqida gapiryapmiz bugun. 2 yil juda qiyin bo'lgan. Minusga kirgan, minusga ishlagan, haqiqatdan minusga ishlagan. Buni faqat biz hisob-kitobini to'g'ri olib, bu shuning uchun ishlab ketdi desak ham sal noto'g'ri bo'ladi. Lekin yordam bergan tomoni biz ko'rib turibmiz. Hozir mana shu klaster minusga ishlaydi. Bu degani nima? Ko'p klasterlar nima uchun bankrot bo'ldi? Kredit orqasidan kredit olaverdi. Biz bu yerda ko'rib turibmiz. Hozir bu kredit orqasidan hozir kredit olsak to'g'ri kelmaydi. Demak, biz endi gruppa kompaniya. Qanaqasiga ular nima hisoblamadimi? Nimaga kreditdan kredit oldik, aslan olmadilar? Kimdir hisoblagandir, puli bo'lmagandir, boshqa joydan buni qo'shib berishga. Bu endi bu bo'lim masshtabni hozir qarayapmiz. Mana masalan gruppa kompaniya miqyosida hisoblasangiz, ko'ryapsizki, sizni klasteringiz bir minusda bo'ladi. Bu deganiki, siz o'ylaysiz, buni qanday finansировать qilishim kerak? Kredit bilanmi? Yoki ikkinchi yo'nalishim bor, 3 ta 4 ta yo'nalishim bor. O'sha taraflardan podpitka berib turamanmi, yo'qmi deb qaraysiz. Bundan podpitka beryapman dedingizmi? Demak, bu yerdan kamaytirasizmi o'sha sizni zapasingizni.
o'sha xarajat qilayotgan и так далее. Bu o'sha kubik rubikka o'xshabda. Bu yerda ko'ryapsiz, oqsayaptimi, bu yerdan tashlaysiz. Lekin bu yerdan tashlayapsizmi, buni bilishingiz kerak. Ertaga bunga ham ta'sir qiladi. Ha. Demak, oldindan buni Qancha tashlashingizni. qancha tashlaysiz va nimaga ta'sir qiladi bilib Chunki shu borishingiz kerak. vaqtgacha siz aytgan vaziyat hamma O'zbekiston kompaniyalarida 5 ta qozoni bor. Hmm. Bitta qozondan ikkinchisiga tashlayveradi pulni. Hamma Yo'q. qozon maniki-ku deydi. Usiz ham bo'lmaydi. Usiz ham bo'lmaydi. 2 yil shunaqa qilishga majbur bo'ldik. Aha. Как есть aytaman. Mhm. Bu yerda nima deydi, волшебный palichka yo'q. Mhm. Biz yaxshi hisobladik buning uchun Mhm. emas. Real darajada o'sha dunyoda narxlar tushib ketdi. Bu yerda faqat o'sha lekin o'sha olayotganimizda 2-3 qozonda ularga qanday ta'sir qiladi va 2-3 qozonlar ham o'tirib qolmasligi uchun Hamma joyda gazga bosishdan tashqari hamma joyga tormoz anaqalarni qo'yib qo'ygansizlar. Shunday. Ruchnoyda, bu ham avtomatda. Haligi hozirgi mashinalar borib solmaydi ichkarisiga. To'xtab qoladi. Nima stoplari bor. O'zi xudoga shukur, mana kompaniyamiz rivojlanishi ham yaxshi, reputatsiyasi ham yaxshi. Har xil proyektlar har joydan kelaveradi. Masalan, moliya bo'limini vazifasidan biri bu hammasi chiroyli ko'rinadi-da. Mana bu misol uchun 5 ta uskuna chiqdi, arzon olsa bo'ladi hozirda o'zida. 50% diskont bilan olsa bo'ladi. Rost qaraysizda, bunday hisob kitobini oxirigacha qilmagan odam ol bosib ketaverdi. Pul bilan problema bo'lsa, ko'p muammoga olib kelishi mumkin. Bu yerda bizda как раз bo'layaptiki, mayli, ko'p kelayotgan bo'lsa ham, lekin 5 tadan hech bo'lmasa 3 tasini tanlashimiz kerak. Ikkitasiga ham jalqa qo'yib yuborish. Lekin uni olsak, Bu yerda oqsaydi. bu yer oqsaydi. O'sha Buni shuning shu uchun oqsaydi, oqsamaydi sizlar qayerda shu SAP ERP'dan olasizlarmi ma'lumotni? endi bu уже analiz отдельный bizda endi отдел analitika ham bor. Отдел analitika kimdadir bo'lmasligi mumkin, finansiy отдел buni hisoblaydi. O'sha bu qiyinroq, mukammalroq poниманиеlarga kelamiz. Yoqqa bormaymiz. Yana bitta savolim qolib ketdi. Mana shu PM deganda SAP qo'ymoqchiman, ERP qo'ymoqchiman. Qaysi toifadagi mutaxassisni olishim kerak? Aytishlikmi yoki biznes moliyani tushunadiganmi? Ni в коем случае. Endi aytishniklar umuman statistikaga men hisoblaganimda примерно bu 90 ga 10. 90 bu biznes и ko'proq ichidan finans bilan bog'liq. Nima uchun? Chunki odatda moliya agar действительно moliya ishi bilan shug'ullanadigan, haqqoniy shug'ullanadigan odam ves protsessni strukturani ko'radi, tepadan ko'radi. Lekin men shu vaqtgacha gaplashgan aytishlik bo'lsa, men o'zim yozib tashlayman deydi. CFO bo'lsa, mening o'zimni mana Excel'da fin modelim bor deydi. Keyin CFO ham moliyachi bilan moliyachini farqi bor. Bor moliyachi Hammada o'zini Excel bilan keladi. o'zini nima deydi, moliyachi konservativ moliyachi bo'ladi. Ya'ni men o'sha standartlarim bor, o'zim vazifam bor, o'zim planim bor, undan chiqmayman va bilimim jihatidan faqat o'zimni yo'nalishimda ishlayman deydi. Unaqalarni project manager qila olmaysiz. Qanaqa qilib ham bilishim mumkin, shu bu moyilmi o'zgartirishlarga kelajakka yo Proyekt bilan shug'ullanganmi yo'qmi ko'rasiz. O'zini ishidan tashqari boshqa moliyaga tegishli bo'lmagan proyekt bilan shug'ullanganmi yo'qmi? Misol, meni misolimda hali Uzbatda ishlagan vaqtimda 2014-yil edi, qisqacha tamakikorlar pulini o'z vaqtida olmasdi. Nima uchun? O'rtada bankovskiy sistema problemasi bor edi. O'shani proyekt qilib, plastikoviy kartalarda chiqarib, odamlarga buni tushuntirib, 14-yil eslang, odamlar plastik kartani juda yomon ko'rishardi. Tushuntirib, infrastrukturasini to'g'rilab, o'sha pulini как есть oladigan qilib, aytishda oson. Chunki bir 15 mingta tamakikor bor edi, har bittasi uni chaqirib ariza-yu kopiyasini ola olmaysiz. Unga borib, komandalar tuzib, borib olib, ish qilib, to есть bu yerda nafaqat bo'lyapti hisob kitobi yo planирование bilan bog'liq. Odamlar bilan ishlash bo'lyapti. Opitini odam olyapti-da. O'sha proyekt qilgandan keyin odam o'zgaradi. Bunaqa proyektlardan keyin odam o'zgaradi. Ya'ni bu kabinetida bekinib olib, faqat o'zini Excel'da ishlamasdan, qaysidir jamoa bilan, odamlar bilan stressdan o'tib proyektlarda ishlagan odam bo'lsa, sal moyilroq bo'ladi.
Mana shu yerda kechirasiz bitta narsani qo'shib o'tmoqchiman. Juda ham muhim narsa. Meni juda ham ta'sir ko'rsatganda o'sha как раз 14-yilda mana shu muammolar bo'layotganda bitta joyga bitta yig'ilishga borayotganimizda biz yonimda o'sha как раз biznesdan tamakkor bilan ishlaydigan odamlar ketyotgandik. U telefon qilib bo'ldi biz mana finansoviy direktor bilan boryapmiz, hozir kutib olinglar bizni dedi. Men unda finansoviy direktor emasman. Endi mладший звено finansoviy menejerman. Men kulib qanaqa nima finansoviy direktor deyapsiz men dedimda. Keyin u hazillashib keyin nima dedi? Keyin bu yoqqa o'zi hazil emas. Aka dedi, sizni hozir qo'lingizdan 15 mingta odamni hayotiga ta'sir ko'rsata olasiz. Yo u yaxshi bo'ladi, yoki o'zgarmay, yo yomon bo'lib ketaveradi. То есть bu yerda insonni qadriyati, insonga qanday o'zgartirish sizni Ojizi, o'zingizni xatti-harakatingiz qanday insonga harakat qilishini yetib bordi. Ha, haqiqatan bu man ta'sir kuchingizni ko'paytirgan. kuchingiz to'g'ri. То есть bu yerda bo'lyapti-ku, вроде бы mладший menejer. No, bitta kichkina yo'nalish, endi kompaniya miqyosida bitta yo'nalish bilan shug'ullanyapti, lekin uni anavisi bor. Ta'sir umuman darajasi довольно yuqori o'sha. Shundan keyin bo'lgandan keyin, ya'ni o'sha inson qadriyati, insonlar nima bilan yashaydi, bu insonni o'zini ham interesi bor, uni ham inobatga olish kerak. Mana shu narsalarni ustida keyin boshqacha qaraydigan bo'lasiz. Ya'ni faol inson bo'lish kerak, deysiz, bunaqa izlanuvchan, qiziquvchan, shunday. shunaqa bir moliyachi bo'ladimi yoki biznesda bo'lsa, uni shu PMga qilsa bo'ladi va yana baribir sabtga tushunadigan qanaqadir admin olish kerak. Yo'q, albatta. Endi u masalan men ham mana PM bo'lganimda hamma narsasini ichidan bilmasdim. Bu biza sap deymiz, lekin любой ERP qo'yganda xuddi shunaqa. Biza просто men 10 yil sotib juda ko'p sotganman. ERPlar har xillari ko'p. Masalan, ishlab chiqarishni oxirigacha, ikir-chikirgacha men ham bilmasdim uni. Meni ishim bo'lgan o'sha jarayonni to'g'rilab olib borish, o'zini metodologiyalari bor, standart prinsiplari bor. O'sha narsani plan bo'yicha olib borib, joriy qilgandan keyin tekshirib, haqiqatan ishlayaptimi, yo'qmi, audit chaqirib, mana shu ish PMni ishi shu. Bu bizning bitta qismi edi. 3-qism такой anaqa hype trend degan narsalar. Sun'iy intellekt, bulutli texnologiyalar, IoT va hokazo. Shu trendlarni kuzatib siz aytdingizda AI haqida gaplashamiz. O'zbekistonda AI bo'yicha odam yo'q. Hali beri endi tayyorlayapti institutlar. Haqir programmistlar bor lekin bu yengillik shunaqa kirib kelyapti. Hammamiz ChatGPTda o'tiramiz. Shunday. Har kuni ertaning men o'ylayman ayolimizdan ko'p ChatGPT bilan gaplashamiz va ChatGPT biza haqimizda onamizdan va hammadan ko'p ichki dunyomizni ham bilib qo'yyapti. Chunki bunaqa zaposlar beraman. Sen meni haqimda men bilmaydigan narsalarni inovatga olib javob ber deymanda. Kurs основной mana tushungan bo'yicha bu hammasi o'zini unikalniy o'sha endi biznes modelini o'zini birinchidan o'zini fikrlashini strukturalab, o'zini kimligini anglab olish, o'zini shaxsiy trayektoriya maqsadlarini, o'zi kimligini bo'lgandan keyin, maqsadlarni qayerga borish shaxs sifatida anglab olib, tushunib olgandan keyin, biznes bu yo'ldagi buni vositasi, mana shu mashinasi, oti, puli va hokazo. Ya'ni odamda shaxsiy missiyasi bor. Biznes bu vosita shunga yetib olish uchun. Baxtli odamlar biznesda asosiy maqsad qilib qo'yadi. Vositani maqsad qilib qo'yadi va o'zi yo'qolib qoladi biznesning ichida. O'zini yo'qotib qo'yadi. Oilasi, hammasi qolib ketadi. Biznesingiz siqilib yuradi o'sha yerda. Bizning asosiy maqsad sen undan ko'proq narsaga yaratilgansan. Biznesda quli bo'lish uchun emas. Bizneslar bu sana bir vosita, uy, mashina bo'lgandek. Uni quli bo'lish kerak emas. O'shaning uchun bizning kursda bu modul kelyapti. Shaxsiy trayektoriyani aniqlash, maqsadlarni to'g'ri qo'yib, odam o'zini anglash, shaxsiy shu filosofiyasini, missiyasini va shuning uchun biznesni bir ko'nikmadek ko'rish. Siz bu noaniqlik, yengilliklarga qanaqadir byudjet oldindan taqsimlaganmisizlar? Buni 2024-yil, biza 25-yili hali bu foyda keltiradimi, keltirmaydimi, hype'mi, qanaqa bilmasdan turib
byudjet ajratganmisizlar? Обязательно. Qancha? Mana misol man aytishgan там Akfa Holding data centerga qancha 10 million, 20 million AI labi bor ko'rdim universitetda. Million dollar ajratishyapti. Endi men aniq bir summani ayta olmayman, chunki bu yildan yilga o'zgaradi. Buni Просто taxminan misol biza bu bu eksperiment-ku. 10 ming, 20 ming emas. Emas, 100 minglar haqida gap ketyaptimi? Sizlar AI ishlatganda o'zlaringiz bir narsa o'ylab topyapsizlarmi yoki buni litsenziya bilan narsa sotib olyapsizlarmi yoki qanaqadir kompaniyani yollayapsizlarmi? Kompaniya yollanadi ko'proq. Biz masalan O'zbekistondan emas. O'zbekistondan emas, lekin O'zbekistondan bir ikkita anavi nima deydi, outsourcega ham odam olib turyapmizda. Ular endi asosiy ishni qilmayapti. Дополнительный anavi bor asosiy ish, misol uchun uni qimmatroq qildirasiz, ilojingiz yo'q. Lekin дополнительный uncha muhim bo'lmagan ishlaru, lekin kerakli Bir ishlar. ikkita muvaffaqiyatga erishgan kichkina proyekt bo'lsa ham AI bilan qildingizmi? Qildik уже. Например, bo'lishingiz. Anavi hozir производствоda ishlab chiqarishda yurganimizda sexda o'sha polotnolar tushyapti. O'sha joylashuvi bor. O'sha joylashuvini odam qo'l bilan kirityapti hozir, to'g'rimi? Lekin parallelna bu yerda уже mana 2 yildan oshiq bo'ldi, ustida ishlashdi, qildi. Hozir na stadiya uni xatosini ustida ishlayapti o'zi, sistema o'zi. O'zi o'rganyapti ustida. O'sha narsani yaqin kunda уже bo'ldi. Bu уже hozir mana понимание bor, odam qilmaydi, uni sun'iy intellekt qiladi. Buni qilgandan keyin odam qilganda o'tirganda ham bu bizda Londonda emasmiz u. U qancha pul olardi? Aytaylik, xo'p 10 million xarajatda odamiga, 2-3 ta odam bo'lsa 15-20 million xarajat. AI ga balkim ko'proq pul ketib qolgandir. Gap shundaki, o'sha kelajakka investitsiya. Bu men hozir bitta kichkinagina yo'nalishni ko'rsatdim. Umuman olganda bu modullardan bog'liq. Eng asosiy bizning maqsadimiz bu to'g'ri prognozlash. Prognoz qilish. Misol uchun o'sha prognozni to'g'ri qilish uchun ham biz 2020-yildan boshlab hali o'sha vaqtda shuni o'ylab biz masalan ishlab chiqaruvchi bo'lmasa oldida. Yo'q, biz sotuvni ham tushunishimiz kerak. Ya'ni oxirgi bizdan kim sotib olayotgan bo'lsa, shu klient. O'sha odam qaysi oldi, qachon oldi, butun sxemani, butun o'sha raqamlarni bilishimiz kerak. O'shani bilganimizdan keyin, ya'ni hozir уже qilinyapti, hozir bilamiz ham. O'sha narsani sun'iy intellektga hozir o'rgatyapmizki, aytdim, 1 millionga yaqin SKU bor. Ranglar har xil, razmerlar har xil va hokazo hammasini borib omborga qo'yib qo'ysangiz, magazinga olib borib qo'ysangiz, u juda ham katta pul-da. Turib ishlamayotgan pul. Hozir ishlamayotgan pul katta. U yildan u естественно narsa. Buni qanaqasiga AI orqali qayta prognoz qilsa, asosiy maqsad остаткаlarni kamaytirish, bu bir. Ikkinchi maqsad bu hozir umuman olganda dunyoda nima? Taklif ko'payib boryapti. Taklif ko'paygandan keyin kim o'sha dilemlarda taklifi deyapti. Umuman hamma narsaga. Nima uchun рассрочкаlar rivojlanib ketyapti? Chunki nima uchun avval qurilishda kotlovan vaqtida borib pul berib ololmagan vaqtingizda hozir уже рассрочкаga berishyapti. И так далее. Umuman olganda taklif ko'payganda, dunyoda shunday. Masalan, Amazonni olsak ham u bashorat qilib, ertaga siz mana shu zubnaya pasta olasiz deb даже siz zakaz qilmadingiz. Jo'natib yuboradi. Oldindan jo'natib yuboradi-da, siz lekin shunday zakaz qildingiz, shunday borib oldingiz. Bu sizni klientskiy opitni tomondan siz bundan maza qilyapsiz. Biz ham xuddi shunday klientskiy opitga ham ta'sir qiladigan qilib, umuman mana shu sistemani qurmoqchimiz. Bu ya'ni sotuvdan boshlanadi va полный и планирование, sotib olish, chunki sotib olishda ham hamma jarayonda, o'sha zanjirni jarayonida har doim harakat qilasiz, effektivni o'sha aktivlarda ishlatish. Yana eslatib o'taman, aktiv deganda bu xom ashyo bo'lishi mumkin, pul bo'lishi mumkin, qarz bo'lishi mumkin, hamma narsa. Sizda 1% optimizatsiya bo'lsa necha pul bu? 1% optimizatsiya bo'lsa, уже millionlab ketadi. Ya'ni sun'iy intellekt orqali hatto 1% ga ta'sir o'tkazsa, xom ashyo bo'ladimi va 1% xarajatga bu siz 100 minglab pullaringizni
sразу ko'p bo'ladi. anaqa. Milliondan ham ko'p bo'ladi. Bu faqat xarajat tomonidan qarayapti. Endi Ha. pul Ha, ketishi yana bo'yicha. pul Bundan tashqari bu aytib o'tganimdek, pul tushumi. klientskiy opit, Hmm. odamlarni nima deydi, loyalность deydi ruschasi. Loyalness, Loyalnessini oshib borishida. loyiqlik. Loyiqligi. Hmm. Bugun biladiki, mana shu bizga kelsa, u xohlagan, Hmm. uni ko'ziga yoqadigan, Biz oldindan bilamiz. oldindan bashorat qilib Hmm. o'shani olib borib qo'yganmiz. 500 ta gilam emas, 5 tagina O'zi endi biz mana ko'rsatamiz. marketingga ham qo'shilib ketasiz-ku, o'zi bilasiz bu tomonlama. Hozir mana biz executive MBA ham o'qiyapmiz, ko'p narsani o'rganyapmiz. Umuman olganda odamlar o'zi, mana sotib oluvchilar, mijozlar ko'pincha atrofda kim nimani yaxshi ko'rsa, mana большинство yoqtirib qoldi bir narsani, o'shani borib olishga harakat qiladi. Mhm. O'sha nima odamlarga yoqadi, o'sha odamga nima yoqadini bilish bu tillo oltin bilan barobar narsada. Shuning uchun o'sha bashorat to'g'rilab, остаткаlarni kamaytirib, zanjirda hamma joyida iloji Yana boricha bitta narsaga ahamiyat berdim. Ko'p ERP'lar asosan faqat bekitib turadi-da. Shu Ha. moliyachida, omborda, sotishda, sotib olishda sizda ERP har bir sexda, har bir stanokka tiqib qo'ygansizlar. Bu qimmat-ku, ha? Yo'q, bunday olib qaraganda uncha qimmat emas. Просто shunga qanday qarab kiritishingizga qarab. Nega har bir jarayonga men boshqalarda shuncha kiritganini ko'rmaganman-da. Chunki o'sha narsani oldindan tushunib, mana bir xil vaqtlar bo'ladi, raqamlashtirish. Endi savolim nima deydi? Sizlar boshidan shuni rejalashtirib qo'yganmisizlar yoki ishlagandan keyin ma'lumot yetmadi, keyin mana buni qo'shamiz, mana buni Yo'q, qo'shamiz. boshidan. Boshidan. Bu narsani keyin kiritish qiyin. Hmm. Mumkin, Mhm. qiyinroq. Boshidan qilsangiz ancha yengilroq bo'ladi. Ya'ni boshida shunga ahamiyat beringlar demoqchimisiz? Внедрениyadan oldin shu TZ degan narsa bilan Fundamentda e'tibor berib qilish kerak. bitta oddiy misol qilib olsak, bizda mana qurilish bironta bo'lsa, endi eskichasiga deylik, hovli quratganda hovlida bir dom ko'taryapti. Fundamentda qancha osonroq bo'lsa, kamroq pul sarflasam shuncha yaxshi bo'ladi deb hisoblanardi. Hozir odamlar sekin-sekin tushunyaptiki, uni sal-pal nagruzkalarni hisoblash kerak, qayergadir 12 lik armatura emas, masalan 14 lik qo'shish kerak. Endi bu sodda qilib tushuntirganida u xarajatni ko'paytiryapti hozir. Lekin ertaga o'sha bino ko'tarilayotganda uni mustahkamligi, uni perspektivasi, balkim ertaga yana ham bir narsa qila oladi u bilan, to есть imkoniyatlari oshib boradi-da. Xuddi shunday bu yerda. Ko'p hamma joyda aytilyapti, trend, hype bo'lgan sun'iy intellekt. Bir xillari haqiqatan bor joylar sun'iy intellekt qilinmagan joyda ham sun'iy intellekt bilan qilamiz deydi. Lekin bu deganiki, bu hammasi yolg'on ekan deyish ham kerak emas. Lekin baribir izlanib qilib ko'rish kerak. Siz SAC mana birinchilikda, bir 5 yillikda chiqsa, kelajakda IT raqamlashtirish bo'yicha bir I have a dream deydi-ku, qanaqa qilib ko'ryapsiz korxonani? Na baza sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt bo'yicha baribir muammolar bor-da. Yo'q, O'zbekistonda siz data center qila olmaysiz. Bulutli texnologiyalar sal biz uchun bir o'chirib qo'yadimi, o'chirmaydimi, bizning dannelarimiz qayerda bo'ladi? Chunki siz yo'l berish kerak Amazonga yoki shu Microsoft Azure'ga yoki SAPni bulutiga noiloj, chunki bizda bunaqa resurslar yo'q-ku hisoblaydigan. endi siz dream dedingiz. Shuning uchun men Uni svet bo'lmayapti-ku, mana bizda Amerikani kecha bir intervyusini Erik Schmidtni nimasini o'qidim, podkastida qaradim. Eng katta muammo nima kelajakda, nima qilamiz deganda, kelajakda bizda xavflarimiz ko'p dedi. Qanaqa desa, sun'iy intellektga hozir уже elektrичество yetmayapti. Elektr tarmoqlar chidamayapti. Bizda hozir eski atom elektrostansiyalarida sun'iy intellekt kompaniyani sotib olyapti va yana quryapti. Chunki eng katta bizlar uchun xom ashyo bu manba bu elektr. Bizda muammo katta bo'ladi deb Amerikada hayotda svet o'chmagan joyda bu katta xavf qilib ko'rsatyapti. O'zbekistonda Toshkentda har kuni 3 soatga svet o'chadi-ku. Qanaqa sun'iy intellekt? Yana bir marta o'sha savolingizga qaytamiz. Bu boyagi mechta ruschasiga, o'zbekchasiga eslolmayman nima deyiladi. Bu mechtada turibdi.
Bunday olsak real hayotda, конечно, bunga qarab hozirgi holatda biz endi men o'ylaymanki, baribir buni iloji topiladi. O'sha hozir misol uchun o'sha elektr energiya qimmat bo'lsa, endi odamzod shunaqaki, bir Buni topadi. qiyinchilik bo'lsa, albatta unga javobini Man topadi. ko'rdim, tomlaringizda anaqa ketyapti. Ferma haligi quyosh batareyalar qo'yyapsizlar. Shunday. Masalan, bitta zavodda o'zida 5 megavatlik hozir quyosh panelli qo'yyapmiz-da. Bu zavodda o'ziga. Bu bitta zavodda o'zi. Umumiy olganda mana shu yil gruppa kompaniya bo'yicha 16 megavat. O'zlaringizni data centerlaringizni qilasizmi nimaga? Shuning Bunaqa kerak. ham rejada bor. Endi qarang, bir yakuniga bir siz bilan bahslashamiz ozgina. Menejmentda IT madaniyat, IT kompaniya, agile madaniyat, odam xohlagan kiyimda, xohlagan paytda keladi, ketmaydi, gap qaytaradi, qaysar bo'ladi, andishadigan narsa yo'q. Boshqa muhit. Boshqa madaniyatda faqat shu yengilliklar, ixtirolar bo'ladi. Klassik lekin zavod bu yerda judayam nima bo'lishi kerak? Intizom bo'lishi kerak. Intizom bo'lmasa, odam qo'lini bir joyga tiqib oladi, xohlagan paytda kelsa, stanok ishlamaydi, penaltka bor. Judayam har xil muhit, har xil madaniyat. Siz aytyapsiz, biz raqamlashtirish tomoniga ketyapmiz. Bu yerda zavod. Baribir bu yerga kelib, qanaqa qilib bu ikkita odam kelajakda yasha oladi? Boshqa yechimi nima deganda, boshqa katta korxonalar alohida binoga, alohida startap muhiti yaratib, startaplarga pul tikib, u yerdagi bolalarga opsionlar berib, do'la berib rivojlantiradi. Sizlarda qanaqa? Bu nima edi, bir rejalar va Bunday umumiy olib qaraganda, bir-biriga qattiq xalaqit beradi deb hisoblamayman. To'g'ri, zavodda o'zini intizomiga qarab ishlaydigan bor. Lekin undan tashqari, misol uchun o'sha aytishniklarmi, SAP bilan ishlaydimi, sun'iy intellekt bilan ishlaydimi, ularga bo'lgan talab boshqacha, ya'ni zavodga nisbatan. Siz boya startap haqida gapirdingiz, umuman men bunga qo'shilaman. Ya'ni o'sha meni fikrim, bitta katta biznes bo'lsa, shu qoshida ikkitami, uchtami, har xil nechta komandada odam bo'lsa, o'zlariga отдельный atmosfera yaratib, mana sizlar produkt yaratinglar, qiymat beradigan ertaga. Bir qiymat berdimi, ertaga sotib olaman. Bu katta kompaniya yo'q sotib olishi mumkin. sizlar Yo'qki shunaqa startap rejalaringiz bormi? Yo'q, qilyapsizlarmi? bu narsa bitta misoli bor. Misol uchun mana biz logistik kompaniya startapini qilganmiz, Kasva nomlanadi. Qanaqa nom? Kasva. Kasva. Da. Bu o'zi aslida bu o'sha katta korxonadan kelib chiqdi. Masalan, muammomiz nima edi? Bu logistika bo'yicha ko'pincha o'zimizni park etmagandan keyin o'zingizni mashinalaringizni saqlash har doim qimmatroq ko'chadan chaqirgandan ko'ra. Raqobat bozor uchun Raqobat shunday. Ko'chadan chaqirayotganda qiyinchiliklari bor. Yo vaqtida kelmaydi, yoki yo'lda yo'qolib qoladi va Mas'uliyat hokazo. boshqacha. Mas'uliyat boshqacha. Biz oldikda bir komanda отдельно chiqardikda, umuman bu как startup. IT platforma как агрегатор, ya'ni bu platforma Pitaklarni raqamlashtirish. pitaklar raqamlashtirish desa ham bo'ladi. Bir tomondan грузоперевозчикlar, водительlar, bir tomondan o'sha грузni zakaz qiluvchilar. Ya'ni firmalar, kompaniyalar, odamlar, bu просто fizliso bo'lishi mumkin. Bular zakaz qo'yadi, ular yetkazib beradi. Lekin bu narsani faqat SAG uchun qilganimiz yo'q. Bu narsa Umuman. butun, hamma Chunki uchun. bu shu hududda muammosi bo'lishi mumkin. umumiy Boshqalarda ham. O'zi misol uchun o'sha logistikani oladigan bo'lsak, bu o'zi O'zbekistonda endi ofitsialniy anavi yo'q raqamlar, lekin kamida 90% shunday naqdga ishlaydi, qoraga ko'rinmaydi. Lekin uni orqasida nima ertaga nima deydi, layoqatsizlik bilan ishlashi mumkin, yo просто kidab qilib ketishi mumkin. Juda ko'p risklari bor. Siz ko'rmagan odam bir Telegram kanaldan chiqaryapti-da, siz ko'rmagansiz u shofirni, lekin unga siz shuncha yukingizni berib qo'yapsiz, pul falon pul turadi-da. Bu yerda esa misol uchun buni nimani hal qiladi? Faqat проверенный водительlar olinadi va rating sistemasi bor. Rating sistemasida kim yaxshiroq Ishga tushdimi ishlasa, shu startap? ishlayapti. 2 yildan Mana beri. qarang, men yana shu qaytaman. Agarda bu startap haqiqatdan sizlardan mustaqil bo'lganda, sizlar faqat investor bo'lganlaringda, menimcha уже Samarqandda o'tirmasdan Toshkentda ana UzVC, plug and play, investitsiya jalb qilish bilan ko'chada ovora bo'lib yurardi-da. Baribir sizlarni tasvirlaring
bor deb o'ylayman, chunki O'zbekistonda ko'plar eshitmagan sizlarni startaplar bo'yicha. Balkim endi uni eshitmagan bo'lishi mumkin, venturni fondlar eshitmagan bo'lishi mumkin-da va hokazo. Lekin bu startapda ham o'zida ham strategiyasiga ham bog'liq-ku. Kimdir strategiyani olib boshidan pul biz privlekat qilamiz deydi. Qaysidir startaplar aytadi, hozir menga hozir pul yetarli, men ko'proq klientskiy bazani yig'ib olay, ertaga sotaman bir qismini. Lekin o'zi qimmatroq sotaman deydi. То есть u ham yo'nalishlari har xil-ku. Boshidan kirishi mumkin yoki keyinroq kirishi mumkin bu pul jalb qilishga. Shuning uchun alohida komanda bo'lishi shartligi 100%. Endi fizически Bu startap sizlarni binolaringdanmi yo alohida o'tiradi? alohida o'tiradi. Alohida. Ya'ni baribir alohida muhit yaratishdilarda ularga. Albatta. Ha. Endi bu faqat bitta. Yana kelajakda balkim boshqa startaplarga ham pul tikishlaringiz mumkin agarda sizlarni ekosistemalaringga yurg'izsa yoki umuman qiziq AI qanaqadir bo'lishi mumkinmi? Qanaqadir fond bormi sizlarda? Yo'q, o'zi ba'zi masalan bironta предложение bilan keladimi o'sha komandadan bir narsa bilan kelsa qarab chiqiladi, o'shanga byudjet ajratilishi mumkin. Qancha kerak, finansiy hamma tomonni hisoblab chiqarib beriladi. Kimga? Sizga murojaat qilishadimi? Yo'q, endi ko'proq men bilan Kamol aka bilan masalan nima deydi? Investitsion proxida menga qarab keyin Kamol akaga chiqarasizda. Biz qarashimiz mumkin с точки зрения finans hammasi to'g'ri hisob qilindimi, yo'qmi, endi bolalarga beradi, bu hisoblab chiqishadi. Kamol aka oldiga kirishdan oldin, что хотя бы raqamlar to'g'riligi. U yog'i endi уже bular o'sha kelajakda nima qiymat yaratadini isbotlab berish kerak. Katta korxonalar agar bizani hozir ko'rib havas qilib biza zavodni ko'rsatib nima qildik. O'shanda katta korxona haqiqatdan bir necha million sarflashga tayyor bo'lsa, sizga murojaat qilib maslahatlashgani sal yarim soat, bir soat vaqt ajrata olasizmi? Yo'q, bemalol. To'g'ri. O'zi men har doim aytaman, nima deydi? O'zbekiston ekonomikasini rivojlanishiga men hissamni qo'sha olsam, men faqat xursand bo'laman. Chunki shu vaqtgacha men sizga bir rahmat, qachon kimni olib kelsam hech qachon yo'q demagansizlar. Odamlar ko'rib bundan bir motivatsiya olib, ko'rib, "Wow, qilsa bo'lar ekan, o'zim qora ko'zlar mana shu narsani qilibdi" deb 3-4 talar boshlaganda katta raqamlashtirish proyektlarini. Oxirgi bir yakuniy bir savolim, raqamlashtirmoqchi bo'lgan tadbirkorga 3 ta nasihat, maslahat. Qiyinchiliklardan qo'rqmang. Qiyinchilik bo'ladi degan. Bo'ladi degan. Bu 100%. 100% bo'ladi. Qattiq qiyinchilik bo'ladi. Stress bo'ladi. Stress bo'ladi ham. Lekin bundan bo'ladi, qo'rquv bo'ladi. Hozir qilyapman, masalan, u foydasi 1-2 yildan keyin kelishni boshlaydi, siz ko'rishni boshlaysiz. Lekin bundan oshib o'tishda iloji yo'q. Yo'q. Bunga tayyor bo'lish kerak. Chidab o'tish kerak. Birinchi qo'rqma demoqchi. Qo'rqmaslik kerak. Ikkinchidan komanda muhimligini tushunish kerak. Komanda обязательно bo'lishi kerak. Yaxshi odamlar bo'lishi. Yaxshi jamoa. Yaxshi jamoa. O'zbekiston futbol terma jamoa chempionlari yig'ish kerak. Qaysi terma jamoa, lekin yaxshi specialistlarni, o'sha ekspertlarni, qayerdadir ekspert bo'lmasin, lekin shijoati bilan tayyor, potensiali bor, rivojlanishga potensiali bor, yaxshi jamoa yig'ish. O'zi umuman olganda endi bularga karyerani ko'rsatish kerak. Shunday. O'ylab ko'rib. Qo'rqma deganda puldan ham qo'rqma demoqchisizda. Hamma narsadan, protsesslardan, hammasidan, puldan, hammasidan qo'rqmaslik kerak. Umuman qo'rqma. Jamoa endi juda ham muhim. Va endi boyagi birinchisiga to'g'ri keladimi yo'qmi? Oxirigacha o'sha qo'rqmaga to'g'ri keladimi yo'qmi? Bir narsaga qadam bosildimi, oxirigacha yetkazish kerak o'sha narsani. Qiyin bo'lganda yarimda tashlab bo'lmadi, menga to'g'ri kelmadi, erta ekan degan bahonalar. Mana shu qiyinchilik bo'lgan paytda jamoa qarshilikka chiqadimi? Albatta. Mana men sizga o'zimni bizni misolimizda olib kelamiz. SAPni o'zi implementatsiyasi o'rtacha 1 yil oladi. Undan keyin natija ko'rish uchun ham yarim yil, 1 yil kamida kerak. Demak, 2 yil siz pul tikdingiz, odamlar sizga qarshilik qilib kelyapti. 2 yil kichkina vaqt emas-da. Kimdir kelyapti, bu bizga nima kerak deyapti. Kimdir aytayapti, bu bizni jarayonimizni buzyapti deyapti. Va hokazo bir dunyo har tomondan keladi. Negativlar juda ko'p. Kimdir aytadiki, bu bizni faqat nima zarar olib kelyapti deydi. Hech kim Ishimizni to'xtatib aytmayapti, qo'yapti. bu tomon ideal ishlayapti deb. To'g'ri, bo'lishi mumkin, qayerdadir
Endi ular ham odam-da, bu jamoa ham odam. Lekin o'sha vaqtda o'sha qadam qo'yildimi, baribir ham поддержка qilish kerak. O'zi umuman raqamlashtirishni qo'rqmasdan aytaman, 3-turib ber oxirigacha. turib ber oxirigacha. Ya'ni shuni agar birga qo'shmasak, 3-inchisi bu aniq. 3-inchisi aniq deb aytsak bo'ladi. Bu juda ham muhim, chunki kamida o'sha uspeh 80% kamida odamni oxirigacha turib, o'sha komandaga yordam berib, bo'ldi, qilinglar, bosinglar, oxirigacha yetkazinglar deb turishida. Bu juda ham muhim, chunki komandaga ham qiyin. Komandani o'zi ishlatganda bular xuddi bir ruschada белая ворона deydi. Xuddi bir yonboshda turibdi. Chunki ular отдельно raqamlashtirish bilan Bunaqa shug'ullanyapti. bo'lgan, bir stolovga kirganman, avjiga chiqib yotibdi. Stolovida ovqatlanib o'tirdim. Shunday keldi-da, sanmisan Laziz sap olib kirgan, padaringlarni deb chiqib ketdi. O'shalarga hech bo'lmasa ruhiy yordam berib turish kerak. Bo'ldi, bo'ladi, qilinglar. Kamchilik bormi, nima? Endi to'g'ri, hamma aytgan narsa ham ko'rib, obyektiv buni baholab, lekin harakat qilish kerak. Shu komandaga yordam berishga, чтобы bularga ham qiyin. Bular ham o'zi hali natija yo'q. Bir narsa ustida ishlayapti va ayniqsa yoshlarga hozir qiyin. Yoshlar o'rgangan-ku, hozir tezda natija ko'rdik, tez anavi Ya'ni Steve Jobs odamlar bo'lay kelib, deydi. "Mana bu narsa bo'lmayapti, sapda emas, men ishlayman, faqat sapingizni men aytgandaqa qilib bering, men ishlayman" deganda, yo'q. Nemislar 50 yildan bekor bunaqa dunyoda qilingan emas. Qiyin bo'lsa ham, yo ishlaysan, yo men tajribamga kelib chiqay, yo mayli, anaqa zaявление yozib ketaver. Shunaqa bo'lish kerakmi? Bu proses ham Radikal bir. radikal. Men radikal proseslarga qarshiman, to'g'risini aytsam. Oldini olishga harakat qilish kerak har doim. Ya'ni o'sha proyekt boshlanayotganda o'zi metodologiyasi bor. Boshida feedback metodologiyasi bor, har xil o'shani bo'yicha ko'rib chiqiladi. Mana shu proseslar o'zgaradi bunisi yoki o'zgarmaydi ko'rib chiqiladi. O'sha vaqtda kommunikatsiya ham muhimda. Kelinglar, bu konstitutsiya tuzilyapti, ertaga buni o'zgartira olmaymiz deb har bitta quloqqacha yetkazish. Bizani ko'rayotganlar, mana shu 3 ta sizlarga bir maslahat bo'ldi. Lekin haqiqatdan bu yo'lga borsalaringiz, bizda bir anaqa tariqatda pirlari bor, bu yo'ldan o'tganlar bor. Bir necha marta Muzaffar aka shu yo'ldan o'tganlarda bo'ladi. Haqiqatdan shu yo'lga kirmoqchimisizlar? Yozinglar kommentariyda, lichkaga, kommentariyga. Biza hali xudo xohlasa bir qanaqadir biznes nonushta bo'ladi, boshqa tadbirlarda birga qatnashamiz. Biza, men, Muzaffar aka va boshqa saptib qo'yganlar, ERPni qo'yganlar o'zimiz tajribamizdan maksimal darajada sizlarga yordam berishga mana shu 3 ta qo'rqmaslikda, turib berishlikda, nima qanaqa qilish kerak? Va to'g'ri jamoa yig'ishda. To'g'ri jamoa yig'ishda yordam berishga maksimal harakat qilamiz. Shunday. Katta rahmat Muzaffar aka sizga. Sizga katta rahmat Rahmat Laziz bo'ladi. aka. Sizlar ham Kelinglar. Like'ni bosinglar, kommentariya, nima savollar bo'ladi, biza xudo xolasa yana bunaqa ko'rsatuvlar raqamlashtirish bo'yicha qilamiz. Savollarga javob berishga harakat qilamiz. Keyingi bizada ko'rsatuv va tadbirlarni kuzatib boringlar. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Kelib turinglar Samarqandga.